Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Vaka ve mülahiz programımızdan 53. sani görüşünlerden karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, hemen malum boğandak biz bu programımızda gün tertipteki en yeni meselelerini vakti-vaktida şu sahanın meyli qaysi sahada söhbetli şeyle onun mütehassislerini, alimlerini teklif kılıp analiz qan şekilde söhbet kılıp kilovatımız bugün mütünügün ilanımızda belgendek. İntayın mühim bir tema meselesinde bir qancha şu yakınqı bir ay içindeki gün tertipteki meselelerini vaktimizin yetkince söhbetleşik tirişimiz. Bugünkü temamiz yeniden kuruluvatkan dünya tertibi ve Şarkı Türkistan buludu. Kıymetlik mehmanımız bolsa hammalar tunuşup boğan ilgiri nurgun qatimliq söhbetlerimizde kıymetlik malumat bilimlerini halkımızga sunup kelyatgan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Avrupa Taşqı işler münasebet bölümününki mesulü. Şundaqla tadqiqatçı Necat Turgun efendimle Şvetsiyadan qatnaşıp oturdu programımızga. Programımız qatnaşıp berganligi üçün aldı bilen köp rahmet etimiz. Ben sizlerge rahmet ettim. Rahmet. Qadirli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı naq meydandan tarqatılıp oturdu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalı programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bolsa, berişinglarni, suallaringlar bolsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Kechiringlar. Shidlam keldirim. Albatta, bevosita programmamizga kirib ketaylik. Hurmatli Necat efendim, siz bilan shu o'tgan yil, ya'ni hozir yilning 5-ida bo'lgan bo'lsa, bir yıl olib ketdi görüşmegile. Ötken yıl ahırda bir aydan aştı hazır. Her türlü sizmi aldıraş, nurgun temalar, nurgun gün tarafdaki meseleler yığılıp kaldı. Şundan başlayıp kirsek aldı bilen şu tünügünki Cenevada içilgan Xitay'nınki nurgun bütün devletler tarafından sual sorak tatilişi desek hem oldu elbette. BDT kişilik hukuk meselesi Xitayning cinayetleri, Xitayning qilganlarini uni qo'llagan davlatlar bo'ldi, ayıplagan davlatlar bo'ldi. Albatta 2018 yildan keyin tünügün yana 5 yildan keyin bir yig'in o'tkazildi bu yerda. Albatta bu yig'inni yaqindan ta'qib qildingiz deb qarayman. İlgari 2018 yilda 14 davlat biz tarafda turib kuchli gap qilgan bo'lsa, bu qatimqi eng cho'ng ilgirlash balkim 31 davlatninki bizning masalamız haqida gap qilganlar bo'lishi mumkin. Bu qatimqi yig'inda umumiy jihatda qandaq ko'rdingiz, qandaq mulohaza qildingiz, bu vaqtga fikringiz haqida bo'lsa qoldi. Ondan program teklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Degandek bu 2018 yil bu Xitoyninki umumiylik insanlar meselesini gözden keçiriş bo'lgandi. Bu yıl 2024'te 5 yıl artıq vaqtdan keyin Xitoyning yeni bir qatam gözden keçirildi. Bu yerdeki ijobiy rol nima degan chaqda ijobiy rol burunqi tanqid qilgan davlatlarga qaraganda bu dunyoninki bu ko'paygan bu davlatlarning hammasiga qarasak o'xshamagan nuqtalardan kelib Xitoyninki inson haqlari meselesini tanqid qilib uni yaxshilash, onunla ilgi çıkış, onu toğırlaş, özünün hatalıqlarını keçiriş, hatta bazı devletler Xitayga müstakil teşvikçi ve tədqiqatçılarını kirgiz arkalık bu meselenin olmasını asli mahiyetini görüş doğruluq talep kılgan devletler buldu. Şununla birlikte Xitay'ın qollagan devletlerden paralel aldı. Mesela İslam Müslüman devletlerden, ananki Xitay'da yaxşı etiyatkan Rusya ve başka devletler, İran oxşar qatarlıq devletler mi? Xitayning nimasini ko'rdi. Bu yeni bir nimani tushuntirdi deganda bir dunyo nimasidagi Sharq Turkiston masalasidagi
kun tartibidan tushib qolmay yana Xitoy bilan bo'lgan masalalarda bu davlatlarniki buni ko'tarib chiqish orqali buning yana muhim deb qaralayotganlikmi bir ma'nosini tushundu. Gerçi bu yerdagi tekshirish butun masalani va u yerdagi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'xtayolmagan taqdirdami Xitoyning bu jinoyatni sodir qilayotganligi va bu davlatlarning buningga izchil agishib, kuzatib buningda agishmayotganligi va bu jinoyatni xato deb qarayotganligini ko'rsatamiz. Endi buni to'xtatish kuchi va ayrim bir masala, ammo bu yerda so'roqqa ilingani Xitoyningki masalasi ko'zdan kechirilib tanqid qilingani bu bir yaxshi bir ilgili tanqid degan davlatlarniki sonining eshishi. Chunki 2018'de hozirgidek unday isbotlar nimalar yo'qdi. Bordi, berilgan guvohchilar nimalar bordi, ammo hozirgidek unday g'oyat zo'r darajada unday isbotlar, 400 necha betlik hujjatlar, soxta hujjatlar, u yana bir qarqash hujjatlarimiz undan keyin irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan bu chog'da-chu, masalan 2021'de Amerika e'tirof qildi, uningga ergishib yana 9 tane demokratik davlatlarni e'tirof qildi va nemediki xalq sudi Londondagi bo'lgan sudning nimasidan buningdan bir qaror chiqdi. Andan keyin xalqaro jinoyat sudidagimi buning Uyg'ur tashkilotlari berib gerçi texi boshlanmagan bo'lsa-mu bu yerda izchil Xitoyning jinoyatlar to'g'riliq materiallar topshiriladi. Yani dunyoninki mavjud sistema va tashkiliy organlarning nimasida butun Xitoyning olib berayotgan qirg'inchiliklarninki isbotlarining oshkorlanishi ve bunu her kaç devletlerden Şarkı Türkistanlıklarının izcil talep kılışı bilen bu köplügen ispatlar Xitay'ını bir tamamlamasına apırıp bir kısıtlı diyemdi. Yani Xitay'ın elbette özdeki diplomatik gücü bilen tenögün köydüm ile Afrika'daki bazı devletlerge bazı diplomatlara bisim işletiş yumuşak şekilde bisim işletiş arkalı. Burun kelip devam edik ha. Xat yezip annesini kullanmadı. Bizden limanlarını, ahlanlar, qoğdanlar degендek aşağı böyle nemini kıganlık hem de Xitay'ınki diplomatik bir güçün bir karı çekit bu nesne. Çünkü başka bir devletler hem de onda kıgan nesne tarihte ondacık görülmeydi. Xitay özünün büyük devlet degendikin size şunun uçuşluk bir işgal alış gerek. Tamam. Ha. Elbette bir yerde kollagan devletler mi oyla ki Xitay'ın nimisini yaxşı görüp kitip yakımızı kollap neslimiz Xitay'dan alıngan siyasi, diplomatik ve iktisadi bazı Müslüman devletlerindeki Orta Şerif'teki buluvatkan meselelerini çıkış kılgan alette Xitay'ınki bu siyasi diplomatik gücünü arkamızda alımız, yakımız Amerika'ya karşı güçten puanı hasıl kılımız. Yakımız Xitay'ın bir yol bir belvaq nimisinin faydalarımız bu projektin degendek her xil özününki milli menfaatlerini çıkış kılan alette bunu kollap keliyoturdu. Ama Xitay'dan kelgan bu menfaatlarning azayışı ve şekli özgürlüşü ve Xitay'ning tashqi siyosiy xarakter özgürlüşlerimi bu devletlerimi bu Xitay'ni vaqt qo'llayotgan narsadan o'zgaraydi deb o'ylayman. Xo'sh. Haqiqatan deganingizdek yani ilgari Xitoyni qo'llab qo'llaganlarning ko'pinchisi afsuski yana shu butun Türkiye Cumhuriyetlerindeki devletlerimi yana shu sükutini tanlab qilgan bu qatimamda. En güçlük yana shu Amerika irqiy qirg'inchilik masalasini o'tirg'a qo'ygan. Lekin en ko'p diqqatimni tortgan nuqta bu qatim masalan shu Pokistonmi bu yerda so'z qilib Xitoyninki shu Tibet bilan Sharq Turkiston tekshirish o'maklarining kelishini yo'l qo'yishi kerakligini o'tirg'a qo'yishi. Rossiyaningmi Uyghur tili meselesi bu meselelerde bununla texmi kengara erkinlik berilishi haqida to'xtalishi, hatta Kuveytning Uyg'urlar dini erkinlik, dini e'tiqod erkinlik meselesiga Xitoyning buni yo'l qo'yish kerakligini o'tirg'a qo'yishi. Bularga masalan albatta Turkiya Cumhuriyetler sukut qilgan bilan Turkiya bu qatim Ozarbayjonmi yana shunday biz tarafda turgan. Türkiye'mi yana o'xshash burunqidek biz tarafda turib gap qilgan hamda. Bu davlatlarningki bo'libmi Pokiston bilan Rossiyaningki bu qatim bu yig'inda so'z biz tarafda turib bunday gaplarni qilishiga qanday qaraysiz? İki xil ehtimollik bor. Tekshiruvchi emaklarning kelishi degani Xitoy ayada oldin ola tayyorlagan bir senariy var.
yani xalqlarning ko'zini bo'yaydiganga tayyor qilib qo'ygan ssenariyalar. Bu orqali bu davlatlarning taklif berish orqali xalqaro mustaqil tadqiqot Xitay tayyor ssenariyani ko'rsatdi, normallashgan binormallikni ko'rsatdi va o'zini oqlaydiganga bir sharoit hozirlab turishim. Xitoy deyish mumkin kelinglar deb davatidi uni, ammo davlatlarning talabi bilan borsa bu boshqacha bo'ladi. Lekin bu davlatlarmi Xitoy kuchlangan sari bu masalan Pokiston bo'lsin, bu Rossiya bo'lsin, ikkisiniki Xitoy bo'lgan bekindichiligi kuchlanib ketyotidi yildan yilga. Rossiyaning bo'lib favqulodda zo'r darajada. Buni Xitoyga qarshi ko'zirga ishlatilganga bundaq urug'ni shaxmatning taxtasiga surgandek mandami bir ehtimollik bo'lishi mumkin. Ya'ni uchuq suranmagan ostidami? Xitoyni teriktirib qo'ymagan ostida sizning ojizlik nuqtangni men akilalayman degan bir signalni imo qilgan asosda qilgan bo'lishi mumkin. Ammo yuqoriroq ehtimolligi bu Xitoyni qo'llagan holatda bu Xitoyning bu nimani oqlab o'tib ketish uchun ishlatgan bundaq sharoit hozirlab berish uchun bir tekshirish umiga berish kerak deb bunda deb o'ylagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh. Hozir ularning Xitoyga qarshi bir maydon o'qidek bir kuchi yo'q. Sharoiti hozircha kuchi yo'q. Xo'sh, ko'p rahmat. Albatta yanada chiqib bu natijadanmi, ya'ni 160 tun ko'p davlatning orasida mayli har qancha kuchli davlatlar biz taraf turadigan bilan 31niki albatta 14 ga solishtirganda 31 yaxshi biz uchun. Lekin yanada bu Xitoyningki qanchalik kuch ekanligi, o'zining hiylagarligini bu 5 yilning ichida butun tirishchanligi, tulkiligi bilan bu davlatlarga qanday besim, o'z tarafda turgan davlatlarga qanday besim ham ularni o'ziga keltirib olganligini, Xitoyning kecha-kunduz jinoyatlarini yepish uchun kecha-kunduz qildigan bu tulkiligini, hiylagarligini joyida qilganligining natijasi ham albatta bu. Hamda shu nimani ishlatib ketdi masalan mishada hozir bir qistasam shu O'rta Sharq masalasida G'azza bilan Isroilning urushining bo'lganda Amerika jiqiligi Isroilga talab qildi. Buni degandikin Xitoy buni matbuotlarda Sharq Turkiston masalasida chiqib selishtirib G'azzaninki beshilingan nimasiga, G'azzaninki inson haqlari masalasiga ko'z yumsa Sharq Turkistonda bu ya'ni Şinjan'da deb biz ko'p kichik olsak biz Şinjan'da Xitoyni erka qirg'inchilik qilib deysiz, sizlar endi bizni oqlaydiganga nimang yo'q, huquqing yo'q, sizningki sen oldindan o'zingninki inson haqlari qimmatiga to'g'ri va durust bir agashkin degan bir necha qitim buni ba'zicha tashkilotlar nimasi. Xo'sh. Yani Amerikanınki, G'arb davlatlarininki ba'zi nimalarda dunyoda manda bir imaj yaratdiligi. Qo'sh axloqli, qo'sh bir qimmat qarashli bir narsa. Menga kelgan chog'da bir xil bular Xitoylar deydi-da, Xitoyning kuchinib ketgan kuchini ko'rolmaslik va Xitoyni tormozlash, tizginlash uchun ular Sharq Turkiston masalasini chiqib Uyg'urlarning bunda irqinchilik tavatudi, ammo o'zining manfaati sheriki bo'lgan Isroilni qo'g'dash uchun Falastin xalqiga qilgan zulmga ko'z yumbatdi deb bizninkimi xalqarodagi ishlarimizniki chinligini va Amerika tarafdan burumlanib o'ynalayotgan bir to'p ekanligini buni deb Xitoymi belgilik nim qoldi. Bunun qarşısı Xitoy tarafı turadigan nurg'unlagan O'rta Sharqdagi ba'zi arab Twitter faoliyatchilarimi jiq yordamda bo'ldi bu narsaga Xitoyda. İzchil turda shu qo'sh nimani axloq prinsipini ishlatdi. Bu biz uchun bir manfiy bir narsa, ammo reallik buni yapib bo'lmaydigan bir narsa. Chunki Sharq Turkistondagi narsa o'ydirilma yoki bo'lmasa yasalgan hikoya emas. U uchuq qancha at ya'ninki ostiga kumbasimi bu reallik bu boshqa buni ular baldır yoki yan tanıydı. To'g'ri deysiz. Xo'sh, endi Sharqiy va Osiyo tarafga bir shu taraflarga berib bakalım. Albatta har kunlik xabarimizni shu bir qancha oydan buyon Filippindan boshlab deyman, Xitoy Filippin munosabati, ya'ni kundalik xabarimizda xabar berilmaydigan kun yo'q deklamis qilaman. Shu yaqinda texmbek avjiga chiqdi hamda bu har xil Xitoyning ham bu rayondagi davlatlar bilan bo'lgan jadallarni bilamiz. Nurg'un yillardan suhbat qilyapmiz sizlarmi? Bu rayon davlatlaridagi xalqning chegarasini oldiga kirib qilayotgan beshamliklari.
ular keltirayotgan har xil bexatarlik masalaları yetip duruptu. Şoňamda bu Filippin meselesinde bulupmuş Tayvan'daki saylamdan keyin mi Filippin dairlerine onu tebrikleşiyle içindani. Texambek Xitayni çiçeğişitkan bir mesele oldu hem de. Muşu mesele hem Amerika bir taraftan keynede Filippin'den turup neçe qatim birlikte deniz çarlışı olsun, hava tatbikat mesela bu manevr olsun bunu üzlüksüz kılıp atıdı. Xitay eğer de qandaq bir şekilde bu rayonda Filippin'e karşı bir iş qılып qalsa, ben onun aqıdı da atıdım. Bu sürkülüş küçüyüp günden güne küçüyüp men atıdım. Bu umumi bu ciddiçilikninki Filippin bilen bolgan asaslık sebebi nimesi? Bence teminin nemisi kirişten burun bu Şarkı Janub'un bir Xitay denizi. Aslında bu Xitay'ın denizi emas, bu halkaralık deniz endi. Xitayga nispet berip bu nem kılırlık. Ama bu rayonunki bir ehemmiyetiga qarasak, bununki iqtisadi ve ticari, halkara ticaret nemisinde dünyanın 1/3 ticari malları muşu deniz, muşu okyanını nem kılıp ütüdendi. Bu Hindi okyanı bilen Tinç okyanına tutaştırılgan bir özgüçlükiga ve ticaret paraxotları bir yandan 1/3 bir yandan ötmeye kalmaydı. Ananın ikincisi bir yerde gayet zor bir energiya baylığı var. O bolsumu 119 trilyon kup tabii gaz ve 100 milyar artık nefit, ham nefit ve onun başka yine gayet zor miktardaki belik. Bu yerdeki etraftaki aral devletlerininki gündelik teminatı bulanınki, halkınınki ilgili iqtisadi kirim menbesini teminleydiğin çok bir baylık var. Onun için jeopolitik aletimi bu nayeti mühim bir nokta. Bu Xitayni Amerika'nınki bu zincir şekilde bir korşaydıganга korşap bolgan näse de mındak şekilde. Ama Xitay bu yani büyüydigan bir cahangir devlet buluş için bir yandan Amerika'nınki bu toşugan zincirden çokum besip bitiş gerek. Bu alette bunu başkan bir gelip ötkendiler ki Xitay bu Amerika denizin kontrol, denizde askeri güçlükten küçük olan bir devlet buluş bilen bu näsini bozup özünün ticaret kemirleri, özününki enerjiye taşıdığan kemirleriniki xavfsizlikini özü kontrol kıla alaydigan buludu. Ve özümü denizge hakimdar buludu bu arkalık dünyada bir cahangir devlet boğalıqını kapalık iyi kıldı. Xitay mı bunu o 2013'ten keyin resmi başlap bu yerde yağan arallar, Sünni arallarını yaratıp bu yerdeki devletlerden izcil çigra meselesi peyda kılıp ya da tokunuşlarını her xil bu yerdeki başka devletlerin kemiç paraxtını tosup, ulağı tehdit edip yakınki iş güçlerden bir yan su oklarını itip bulağı. Mesela qaysı günsümü kördüm ilaki Filipinlik bilikçilerini ayağı ötkülü koymay ulağı ok itip ulağı kaytırıp etkenlikin. Cuma qıtımı neç gün o da tokunuş oldu. Bu Xitay'nınki bir yerde esiri halkara kanun boyunca, su deniz kanunu boyunca Xitay'nın bir yere kirip bunlar kılışı bütünlüğü halkara kanunu buzganlık ve başka devletlerinki ilgilik hukukuga yani su rayonuna kirip kılışı bütünlüğü halkara kanunu buzuluk. Ama bu devletler bu kuludun kilişçi karşılık gösterilik, narazılık bildirilik ama devletler küçük aciz boğaşka bula xavfsizlik meselesi de Amerika'nın özününki bir garantisi, kapalatga ilgi qilgan bir narsa qilib keliglik. Ticari jihatda bular Xitoy bilan tijorat qilishgan. Xitoy eng chong tijorat sheriki bo'lib qoldi bu yergi davlatlarniki. Mayli Malayziya bo'lsin, mayli Vyetnam bo'lsin, mayli nim bo'lsin. Ana Filippinning nimasiga xaritsa qarasak, Filippin Tayvanni olaman deyotgan bu Tayvanning nimasidan o'tib qarasa Tayvan'ın akıdaki bir nemike, bir devletken küçük unçilik çok küçük memez. Ama stratejik oyununa ait mühim. Eğer Filipin'i uruş kılıp alalasa Tayvan'ı iki taraftan konuşaydıgan bir nersi şekillendirdik ki. Ananın için bu yeni bir nersi var. Bugünkünde şu Xitay'ın Avrupa şirketleri ve Amerika'nın şirketleri çıkıp özünün şirketlerini Hindistan, Endonezya, Malezya ve etraftaki uşak devletlerini asas kılan aletlerde bir yerde bir işlep çıkarış bazarlarını kuruşunu değiştirdi. Bunun da Vietnam, Hindistan'a ait mühim artıkçılık ve özgürlük.
Bu mu Xitoyni bearam qiladigan nimalar emas. Bu yerda Xitoydan chiqib ketgandan Xitoyninki xalqaro tijorat va ishlab chiqarish nimasidagi muhim nimasimi tugaydi endi shu ojizlashadigan gap. Bu nuqtada Xitoyni bearam qilayotgan nuqtalar. Lekin albatta Tayvanninki bugun nima masalasi borligi o'zak ishlab chiqarish nimasi. Bu mu dunyodagi 3 cho'ng ishlab chiqarish markazlarininki birisi. Xitoy albatta lekin nima deb keldik. Tayvan bizning azaldan bir qilib buni olmasak olmaydi deb. Yani deb keldik yo'q, ammo buningga hozirgacha aloqasi yo'q va Xitoy buni chuqum olamiz deb tayyorlik qilyotdi. Samarqandning nimasini ko'raylik. Yangi mudofaa ministrini almashtirishdiki o'zgarishni biroz buni his qila olamiz ba'zi qadamlardan. Xo'sh. Onun iyiliklerimiz o inşallah. Şu an bu Şarkı Janubi Asya, bu Şarkı Janubi Asya'daki bu deniz rayonu evde bir kaynavatkan böyle ko'ldagi suvga o'xshaydigan bir narsa. Endi bu davlatda yuvasi taqobil tura olamdi desa o'zlarining kuchi yetmaydi. Bu yerda albatta Amerikadek bir kuchli davlatninki yordamiga ehtiyoji bor. Undan boshqa bularni qaysinisi mushatning orlig'ida masalan Filippin nima bilan askariy birliklik kelishimi tuzdi Kanada bilan. Anonki Yaponiya bilan bo'layotgan hamkorlik va Yaponiya tarafninki Hindiston tarafninki bu yerga selayotgan mablag'lar va bu yerdagi davlatlarning iqtisodiy qarshilik turish kuchini oshirish. Xo'sh. O'zaro yordamda bo'lish va Yaponiyaniki nimasiga qarasak, o 2023dagi davlat strategiyasiga qarasakmi, o'sha atrofdagi yaqin atrofdagi qo'shni davlatlarninki qarshilik turish, dushman qarshilik kuchini oshirishga ajratilgan belgilik miqdordagi pul var bu yerda. Xo'sh, xo'sh. Yani mudofaani o'zining tuproqidan emas, atrofdagi qo'shni davlatlardan boshlashdir. Yani mayli Hindistonning nimasi, mayli Yaponiya, Amerika bo'lsin, andikin pastda Avstraliyadagi davlatlarniki xavfsizlik strategiyasi va bu yerda epayotgan siyosatlarga qarasak, bu rayonni amalba qilib, bu rayondagi davlatlarning egilik huquqini Xitoy qarshilik turishni kuchlantirish bilan birga Xitoyni tizginlash, yani Xitoyni kengaytmaslik, Xitoyni tajovuzchilik, kengaymachilik siyosatini mush rayonda qisib, o'shanda tuttirimiz deydigan bir nima bor. Ammo bu narsa qanday oyoqlashida uni bilmaymiz, chunki Xitoymi bal qo'yayotgani yo'q. Xitoymi hali amallarni qilib bu davlatlarga zarba berishga, bu yerda o'zining kuchini kuchaytirish qilyapti. Masalan, 2021da qildimi, 20da qildimi shu su rayonida aylanadigan qarovullayotgan chorlovchilar. Ularninki qarshi tarafning nimasini ko'rgan chog'da o'q ata oladigan huquqni shu chog'da chiqadi bo'ladi. Bunun faqat ogohlantirish signali emas, bu keyin bularga o'q etish nimasini bera oladigan, yordandira oladigan bunda bir nimaning darajasini ko'taradi, ya'ni Xitoy o'zininki jidalga kirishga bir tayyor bo'lgandek bir signalni beryapti. Lekin izchil turda bu dengiz armiyasininki kuchiga izchilayotgan mablag'dami buni ko'ra olamiz. Balki Xitoyniki xirsi niyatini-chi masalan. Yangidan saylagan mudofaa ministrimi Ongjun degan. Bu muningmi oq kelib chiqishi shu Xitoyniki nimasi? Dengiz armiyasining kelib chiqqan askariy tarixiy ko'rinishi borki. Bu narsaning hammasi bu rayonniki bir qaynayotgan har qachon bir o't yiqilsamki tutishib ketish oldida turgan bir benzin chechilgan bir rayonga o'xshash ko'rsak bo'ladi endi-ku bu yerda. To'g'ri deysiz. Buni bu yerda qarasak, bu rayonda chiqilgan jidal bilan buningga ulashib Sharq Turkistonda bir narsa bo'lamdi deydigan bir savollarmi bo'ldi meni. Chunki bu xalqaradagi Xitoyning ikki dona ojizlik nuqtasi bor. Birisi Sharq Janubiy Xitoy dengizi, birisi Sharq Turkistonda bu ikkisini bog'laydigan strategiyada geopolitikchilar bor-ku bu narsani. Nurg'un vaqtlarda bu yerda o'xshash vaqtlarda bir nim bo'lganlik tarixiy nimalar bor edi, isbotlari. Buni bog'lab tushunish va buni ko'rish bu bizga bir yaxshi bir narsa olib keladi deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Bo'libmi Tayvan masalasida shu Tayvan bilan Xitoyning urush boshlanib ketib qolsa, andin bizga nurg'un fursat kirdi deb qaraydiganlar chiqildiki xalqimizning ichida. O'sha odamda siz Yaponiyaning masalasi tilg'alindi. Bu Yaponiyami jiddiy to'xtalishimiz kerak bo'lgan bir
devlet. Şu nimeden keyin atom bombası etilgandan keyin qorallanışı, askerlerden, harbiylerden resmi bir kısım kurup mında kılanmaydigan bulup kalgan bir devlet. Hazır muş yılmı mesela bu devlet müdafiə hamjot nege bu qatımkı e'lon qilgan narsadimi bugün dünyada Amerika, Xitoy, üçüncüsü Yaponiya bo'lib qoldi endi. Dünyada en ko'p müdafiəga chiqim qilgan bir devlet nemisi bor edi endi. Xitoyga qarshi jiddiy harakat qilyapti. Rayondaki şu Xitoyning o'ktamdagi beshamdagiga ko'ra bu haftada masalan 400 dona şu jang paltisi nomli qilqi Tomahawk bunu 2026 yıl topshirilgan, bunu biz ciddi topshirib, baldur topshirib deb imzalashib Yaponiyada 2025 yıl topshirganga imzalashdi. Bu hareketlik, yani bu ciddilik nimening alomatlari sizga? Yaponiya ikkinchi dunyo urushidan keyin mag'lub bo'lgan davlatlar qatoriga kirgan keyin Yaponiyaningki askeriy mudofaa kuchini qisqarlashtirgan demlik. Endi buni tizginlagan bir narsa bor. Yaponiya mu davlatninki umumiy davlat siyosati va strategiyasida tinchlikparvarlik bir ideologiyasi bilan insonlarni shunga yetishtiruvlik va davlat apparatlarini tinchlikparvarlik bir narsaga akilib, bu ikkinchi dunyo hisoblansa hozir 80 yilga yaqin bir mezgil var. Bunun da 2 avlod, hatta 3 avlodgacha yoshlarninki yetishib chiqish nimasini ko'rib olgan bo'ldi. Bu orqali Yaponiya o'zininki askeriy xarajatga soladigan chiqimlarini, mablag'larini ma'rif, fan texnika, iqtisod va tijorat qatorliq bularni sizlarga sarf qilish orqali tez suratda dunyoning ikkinchi cho'ng va bugungi kunda 3-cho'ng iqtisodiy kuchi bo'ldi. Neyimiz geldi ama Yaponiya şunun bilan birlikte askeri nimisiga quralagan chog'da o'zininki askarlarini qullangan taqdirda bu saqchilarninki ta'lim tarbiyasi butunlay askeriy standart o'lcham bilan elib berilgan bir nimisi var. Ularning qoidasi-ku. Ya'ni xalqan urush bo'lgan mezgilda bu saqchilar askeriy forma bilan askarlik vazifasini o'talaydigan bir iqtidor va qobiliyatga yetishtiruvlik bu Yaponiya mu. Lakin atom ishlab chiqarish nimasi kelib qolsa-mu, Yaponiya eng tez suratda bu atomni qurashtirib, nim qilib, o'zining mudofaasiga ishlatalaydigan bir nimaga tayyor qiliqliq bir kuchga ega bir davlat. Lakin siz degandek bu tashqi bu mudofaa nimasiga ajratgan xamchut dunyoning 3-cho'ng nimasiga o'tdi hozir Yaponiya. Ama qanday bo'lsin, Yaponiyaningki shu 80 yılga yakın vaqtdagi bu umumiy xalqni yetishtirishdagi xavfsiz tinchlikparvarlik bu mafkurasi Yaponiya xalqininki urushga kirmay bu narsani yaxshi bilan hal qilishimiz kerak deydigan bunda tushunchadagi yapon xalqi, yapon siyosatchilar az emasga, ammo parallel holda tashninki yana bir tarafiga qarasak, u yerda kuchayotgan bir Xitoy bor. Kuchayish emas, iqtisodiy kuchayish emas, kuchaygan iqtisoddan askeriy taraqqiyotini jonlantirgan, tezlashtirayotgan va shuning bilan birlikda qancha kuchlangan sari Yaponiyaningki territoriyasiga tahdid shakllantirayotgan, hatto Shinkanku orolini talishayotgan bir mezgil, bir nimani reallikni ko'ryapmiz. Bu nurg'unlagan yapon siyosatlarini va Yaponiyaningki organlarini uykusunu açtı ve bu Xitoy, kuchlangan Xitoy Yaponiyaga bir tahdid shakllantirgan degan burunqi bir qo'shnichilik va bu yerdagi Yapon-Xitoy munosabatidagi tarixiy bir nimani eslatdi masalan. Bu narsa bilan Yaponiyami o'zininki nimisini, o'zininki territoriyasini, eglik huquqini o'zining kuchiga tayangan holatda qo'g'dash, bu bosqichlarni boshlashga boshladi. Masalan, Shinzo Abe'mi tugab ketgan Yaponiyaningki bosh ministr. Bu mujiq xizmatlarda bulungan bu odam yaqinki keyin chiqqan Kishidami bu narsada jiq rollarni o'ynadi va Yaponiyani aktiv bir nimaga akeldi, bir iqtisodiy tijoriy jihatlarimiz dunyo xavfsizlik nimasidami aktiv bir rol tutayotgan bir joy. NATO yig'inlariga alsak yaqinqi nimalarga alayda mehmon sifatida qatnashib kelyotdi va Osiyoda bir NATO qurilishi ehtimolligi deydigan narsani bu kun tartibga kelyotdi. Ama Yaponiya mesela Kuot'ның nimesi bilen Amerika, Hindistan, Yaponiya ve Avustralya bu 4 devletninki
askeri xavfsizlik kelishimi bu ittifoq nemisi bilan buning ichidan bu anak Yaponiyaning Angliya bilan qurgan o'zaro bir-birisiningki territoriyasiga kirib askarlarini ishiltalaydigan va aram oldirib yerda kuch nima qila oladigan bundami bir kelishim tuzildik. Angliya nerede, Yaponiya nerede mesela çok qaraydi. İkisinin arasında gayet zor aralıq var ama iki devlet bir-birisiningki xavfsizlik nemisiga askarlarni avatib o'zaro yordam qilaoladigan narsani shakllantirdik. Endi demoqchi bo'lganim Yaponiyaningki narsaga birisi o'zining taraqqiyoti bilan bu vaziyatning nimasini ko'rsak, yana birisi kuchlangan bir Xitoyninki Yaponiyaga tahdid shakllantirayotganligi xavfsizlik tahdidi. E, bu nima? Anonki Yaponiya bu Sharq Osiyodagi e, bir demokratik bir devlet. Bunun devlet sistemisini Xitoyning autokratik, totaliter bir hakimiyet sistemisiga bir tahdid deb keladigan bir devlet. Ondan keyin shimolda Rossiya var. Rossiya bilan ma'lum bo'lmagan bir Aral masalasi bor. Hozirgacha bu narsa aniq bo'linmadi. Burun Xitoy betaraf turib bu ikkisining bo'lgan to'qinishdan foydalama deb turadi. Bu Rossiya bilan Xitoyning munosabati yaqinlashgandan keyin Xitoy Yaponiya tarafini emas, Rossiya tarafini butun burun betaraf taraf tutmay Rossiyaning yanında turish orqali Rossiyaga diplomatik va siyosiy yordamni de arkada turib qilayotgan narsani ko'ryapmiz. Ya'ni undan boshqa Shimoliy Koreya va bu yerda atom nemisiga ega. Yaponiyaning Janubiy Koreya bilan bo'lgan bir munosabatida tarixiy kelib qolgan ba'zi hal bo'lmagan ba'zi masalalar bor. Bu narsalarmi Yaponiyani rohatda qo'ymaydigan bir masalalar. Ama xavfsizlik jihatda yana Amerika Yaponiyaniki eng chong kapolatga ega qilgan davlat şekilde turmoqda. Ama Yaponiya bu endi so'zimni qaytarsam askeriy va xavfsizlik jihatlarda o'zgarish va taraqqiyotlarni qilyotadi. Abay degandek Sharq Janubiy Osiyo davlatlariga jiq mablag'larni silish orqali o'zining chegara eglik huquqi va milliy manfaati xavfsizligini boshqa tuproqlardan qo'g'dashga boshlayotdi. Ovozingiz yo'q. Ovozinglar anglanmadi. Sizning ovozingiz yo'q. Hech qanday ovoz yo'q. Tamam. Chiqib ketib qaytib kiraymi? Tamam. Yo'q, ovoz mankamladi.
Az yok. Endi bağlar. Amdi keldimi ha? He, Ovoz keldimi ha? keldi. Ha, keptim. Ne Ama bo'ldi kim ekan? yetib ketgan? Bilmadim. Davom qilaylikmi? Tamam. Mesele yok. Vaqt o'tgan ma'lum Ya, ha, bu. Qadrli ko'rmanlarimiz abayt yaqin ovozimni bormidi qachon sizga hammalar bormidi. Biraz texnikalik masala sababdan tuyuqsiz to'xtab qoldi. Kechirim so'raymiz. Tayvan kelgan tuqamdi. Tayvanni albatta bu saylam bo'lishdan necha oylar burundan tortib Xitoy mishadi qimmat bu Tayvanniki. Tayvandan kutgan umidi muammasi so'g'ichlashdi.
özününki neçe yıllardan beri semiretken Xitaylarni yaqalaydigan, bular utanmay Xitayni ig'ir bearam sarosimiga selib laychingda futdi yana. Bu Tayvan saylimi bu bo'lgandan keyin abayimsiz yuqorida davlatlarning kim Tayvan taraf turishi Xitoyni bearam qilayotgan masala. Bu Tayvan saylimi bundan keyin hamda bu saylam bitgandan keyin Xitoy yana o'xshash burunqi popozisini setyapti hamda. Bu qanday natija chiqsin, numus qilmasdan yani az sondagi bir turkum mustaqillik tarafdorlarining ishi o deb 5 milyondan ko'p insonning ovoziga erishib bir saylansa, yani shu Xitoyning numussizligi, har doim numussizligi bilan az sondagi bir o'chim deyotdi yana Laychingda tarafdorlarni. Va bu saylamning natijasi bizni hech qanday bir narsani ifodalaymaydi. Biz qo'shib olamiz deyotdi yana. Neçe qatim mayli Xitoy Tashqi ishlar ministrligi olsun, hatto Wang Yi'dan tatib hammasi xilma-xil bayonotlarni e'lon qilib kelyapti hozirgacha. Bundan keyingi bu saylam bundan keyingi Xitoy-Tayvan munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqda fikringizni olsak. Rahmat. Abaytanqi lasda Tayvanninki rolini biraz deb o'tgandik. Tayvan Xitoyninki mundaq aytgan chog'da bir geliga turib qolgan bir go'shtga o'xshaydi deb qilsak bo'ldi. Uni yey desa, u butunlay yutamaydi, chunki u geliga yo'g'on keladigan bir narsa. Chunki Tayvan yolg'iz Tayvan emas, chunki uninki xavfsizligiga qo'g'dash nimasi turayotgan Amerikaning flotlari va u yerdagi askarlari va Xitoy u yerga hujum qilib kirsa, yolg'iz Tayvan bilan emas, hatto Amerika va Tayvanni qo'llaydigan ba'zi davlatlar, hatto Fransiya, Angliya bilan urushga kirish mumkin. Chunki Tayvanning g'arb dunyosida o'ziga tikligan bir muhim roli va o'zining jug'rafiyalik o'rnidan boshqa, muhimligidan boshqa bu o'zak yerim o'tkazgichilik narsimi? Bu dunyoning muhim ta'minlash nimasiga ega. Agar bu yerda bir urush chiqib nima qilib qolsa, bu dunyoning umumiy yuqori texnologiyalik sohasiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Ama Xitoy bo'lib Xi Jinping kelgandan keyin Donbassni yo'qroq ovozda chelib, uni olamiz, anda qilamiz, manda qilamiz deyapti. Ama bugunga qadar ololmaydi. Ololmadi hozircha. Ololmagansi bular o'ziniki nimasini tiklab turyapti. Ya'ni bular hozirgi qilayotgan narsa ko'pincha qarasak, Xitoyninki qilayotgan narsada ololmasimi, elish haqqi borligini xalqaro qabul qildirishga tirishyapti. O'zining diplomatik va siyosiy kuch orqali Tayvanni e'tirof qilgan davlat deb e'tirof qilgan va Tayvanning nimasidan yaxshi munosabat davlatlarni buni buzishga va Tayvan bilan yaxshi tutgan davlatlarni jazolashga masalan Yevropalik Latviya, Litvan nima qildi, masalan jazo yurgizdi. Xo'sh. Shunga o'xshash ba'zi kichik orol davlatlar Tayvan munosabati yaxshi bo'lgan davlatlarga nima qilish orqali tamoman Xitoy taraf o'tadigan ma'lum shakldagi narsalarni qilish orqali Tayvanning rasmiy bir mustaqil davlat shaklidagi harakat qilish nimasini buni tizginlayotdi. Tayvanni mustaqillikni e'lon qilsa biz hujum qilamiz deydi. Albatta Tayvanning mustaqillikni e'lon qilib uni e'tirof qilishga erishgandan keyin Xitoyning yuziga tushirilgan bir nima bo'ladi? Xitoyning umumiy davlat nimasiga. Xo'sh. Chunki parallelda Xitoylar turayotgan bir demokratik hokimiyatning shakllanishi tabiiy Xitoydagi bir sotsializm, kommunizmni asos qilgan holatdagi bir mustabid diktator hokimiyatning turishi Xitoy ichidagi nurg'unlagan demokratik Xitoylarning nurg'unlarga bir umid bag'ishlaydi va bu bir nima tushirilgan gap Xitoyning narsiga gölge tushirdi demdi, soya tushirilgan bir narsa. Ko'langi tushirdi. Ko'langi tushirgan gap. Sonra Xi Jinping izchil turdi, bu oxirgi qatimliq partiyani saylagan chaqda o'zining abidisi deb dedi, buni jiqtidik burun. Cho'qim olamiz deb ta'tidi. Ama Xitoy erishga tirishishi mumkin. Masalan 2022dagi Rossiyaning Ukrainaga besib kirishi ama qatimmi va u urushni bir hafta tugatimizga urushning 2 yilga yaqinlashib qolishi bugun parallelda G'azzadagi G'azza xalqininki, G'azza mujohidlarininki İsrail bilan bo'lgan to'qinishi va İsrailning besib kelib necha kunda tozalab o'tamiz degan ular jarsilishlar aksincha bugun urushninki o'zgarishi
bu iki uruş Xitayni oyga saldı deb o'ylayman. Chunki kuchli davlatlar har doim o'zining deganini qilolmaydi. Texnologiya, pul bu bularga g'alabani yetkazdi degan ma'noni bildirmaydi. Chunki tarixdan kuchli davlatlar masalan Sovet İttifaqının Afg'oniston kirishi, Amerikaning Yaponiyadagi mag'lubiyati, Amerikamiz 20 yil turib yana Afg'oniston tashlab berib chiqib ketishga majbur bo'ldi. Xo'sh. Va men tushundirdi deganda Tayvan xalqininki milliy irodasi bu urushni to'xtatmay Xitoyga al olmaymiz deydigan bu narsa davom qildiki, Xitoy portlatishi mumkin, havodan hujum qilishi mumkin, dengizdan hujum qilishi mumkin. Ama Tayvan xalqi oxirgi bir dona Tayvanlik qog'ichi urushadigan bu milliy irodani saqlab qoladiki, Xitoy bularni qo'yishindiramaydi. Chunki unda oson narsa emas. Chunki jang nimasida mudofaa qiladigan tarafninki urush boshlanishdan burunlamki bu jo'grafiyalik jihatdagi bir ustunlik bo'ladi. Bu joyni bu ya'niki jo'grafiyalik va ekologiyalik narsalarni bu yerdagi xalq yaxshi biladi hujum qilgan qo'shinlarni. Qachon yomg'ir yog'adi, qachon qaysi xil faslda bo'ladi, nerede tabiiy yemekliklarni tip hayot kechirgili bo'ladi. Chunki urush tarnim bo'ladi-da o'zgarish. Gerçi havadan hücum kılsın, denizden hücum kılsın ama ahırkı neticesi geliş için askeri kurşunlu kirgizişi gerek bir yerdeki kalbiye ulaştırış için. Ama degenlik onun askeri yalğız Tayvan askerlerden emez, Amerika'nınki Doğru. bir yerde turğuzgan askeri flotla mı uğraş ihtimallığı o? Eğer Amerika Uruşumuz dedi o Biden mesela gibi Amerika askerleri uruşuyordu dep mesela öz vaxtında mı? Doğru, çünkü Tayvanlı bir evetti degen gibi Amerika bu Şarkı Janubi Asya bu yan taraftan bütünlüğü gidip çıkırırdı dep qarış bulurdu. Xo'sh. Yani Amerika Cahangir devletlik nimesini yoqtib qo'ydi. Sonra Xitoyning geliga turib qolgan, yutamayotgan bir dana qiltiriq davlat. Doğru. Endi Xitoy kuchlanib butun endi bir urush davriga kirib ketib qolsa bir dunyoviy bu jihatda hujum qilish mumkin. Chunki Amerika dunyoning boshqa yerlarida necha yerlarda urush patqiga bitib qolgan holatda bo'lib qolsa, bu Xitoy uchun yaxshi bir fursat. Doğru. Ikkinchisi Xitoy Amerikaning nimasi ojizlashib tashqi dunyoga boshqa ko'ngil bilmaydigan holatga kelib qolgan chog'da bu bir fursat bo'lishi mumkin. Endi Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi farq, askariy farq bu yerdagi yillik iqtisodiy kuchi, ishlab chiqarish kuchi bu narsadagi farq ozayib, Xitoyning askariy texnologiyasimi, Amerikami o'qin nim qilgan bunda yuqori bir narsaga yetgan chog'da bu chog'da qilishi mumkin. Ama yeni bir narsani orqa qaytarma. Bu materialistik narsalarning hammasi g'albini garanti berdi degan narsani bildirmaydi. Ya'ni Tayvan xalqi oxirgi tiniqigacha urush qilishni davom qiladiki, Xitoy uchun bu zamin unda oson yengil bo'ladigan bir narsa emas. Ya'ni millatninki milliy irodasi bu urushda bek muhim. Milliy urush qilishdagi ideologiyasi bek muhim narsa. Şuna Xitoymi bu noktalarni o'tishim ko'zdan kechirishi mumkin va bo'libmi Ukrainadagi va bu G'azodagi urushlar Xitoyni chekindirib qo'ygan bo'lib, o'ylantirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hamda Xitoymi uzun mezgillik bir tayyorlik qilish uchun o'zining ichidagi askariy nimalarni tozalashni ko'ryapmiz masalan. Masalan askariy ministerlikqa, mudofaa ministerligiga qo'ygan odam dengiz askerlik nimesinden kilip çıkan bir generaldi. Bu deniz sahası bu uruşlar bir yerdeki tecrübeye bir yerdeki terakkiyatlarının bir yerdeki işlerini yaxşı bildiğin bir narsa. Tayvanlı alimen deydikken bir yerdeki küçüğünü küçeytip kengeymen deydikken bunda bir nemeye ihtiyacı var. Onun üstüne bu Şi'ninki bu kengeymeçilik bu nemi siyasetini kollaydığın bir general kemersin. Andan keyin Xitoymi masalan nemenimi jiq tozildi bu. Xitoyning yuqori nimasidagi Bunu ben hele ayrım sorayım. Bu Xitoyning ichidagi tozalashlar haqida ayrım sorayman. Endi bu Tayvan masalasida shu gapim qochib ketdi. Shu Tayvan masalasida. Tayvanni endi yuqoridagi azroq so'zlab o'tdingiz va biz bu ilgirki suhbatlarimizda qanchagan qatam dedik hamda. Şu G'arbninki hamda bugun temamiz mesela yangidan qurilayotgan dunyo tartibi. Yani bu dunyoda bugun kuchli davlatlarning Amerika beshida hammasi bu rayonda bo'lib buningdan chiqayotgan masalan
özek narsalar, yuqori texnikalik narsalar bo'lsin. O'tganda Amerika bilan to'xtamlashib, shu özek şirketining o'xshini Amerikada quradiganға deyishdi masalan. Bu rayonun qanchalik muhim ekanligi hamda savdo. Hamma cho'ng kuchlar o'ynayotgan bir rayon hamda. Buni hamda nurg'un ba'zi analizchilar shu oxirgi nishon, xuddi Ukrainaning keyinda bo'lgan butun G'arb, Amerika va G'arb keyinda turgandek o'zi bevosita Xitoyga jang e'lon qilmasin hamda shundoq boshqa bir kuch orqali uni ojizlatish bo'lgan Rossiyani qanchalik shu 2 yildan buyon hozir halsirat turganda to'xtamay aqis turyapti. Ya'ni mushundaq yani siz buni necha qatim dedingiz, Tayvan bilan Xitoyning bevosita bu urushib qolishi yoki Xitoyning hozircha kirib qolishi ehtimollikdan biroz yiroq deb. Ya'ni bu bugungi jahongir davlatlar bu kuch, masalan, Amerika deydi, Xitoyninki oldini shunday cho'ng bir ish chiqarib oldini olmasa, o'zidan o'tib ketishining oldini olish uchun xuddi shu Ukraina bilan Rossiyaning orasini sep qo'ygandek bunda bir cho'ng bir ish chiqarmasa, balki bunda xalqqa ushaq u yerda bu yerda uning buningga jazo berish bilan, uni qilish, buni qilishlar bilan oldin to'sanmaslik mumkin yani. Amerika ikkinchi qadamga, ikkinchi siraga yani nimaga o'tib qolishi mumkin-da, bundan menayvasamdi. Bu nimishqa davomli holatda yani ehtimollikdan yiroq deb qaraldi hamda. U jahongir kuch o'zining o'tib ketishiga qarab turamdi Xitoyninki. Yoki bu Tayvan bilan bo'libmi bu qatimqi saylam natijasidan keyin texambak Xitoy bilan shu bo'libmi G'arbninki Tayvandan aqis turib Xitoyni halsiratish uchun cho'qim bir rasmiy bir urush bo'lish kerak hamda. Bundaq bir ehtimollik nimishqa yiroq deb qaraldi yoki yiroq emas, texam yaqinlashdimi bu qatimqi saylamdan keyin? Bence pek çok özgürlük olmaydı ama bu işçi kişinin oturduğu Tayvan meselesi oturduğu sürgülüş devamlılık buldu da böyleyim benim acizane karşımda. Çünkü hazırki saylangan hükümetin anımızda konu siyasetini Tayvan'ın müstakillik fikrini devam kıldırganlıkını cekaldı. Ama onunla birlikte Tayvan'ın özündeki içki meseleleri var. Bu derste bunu məlq qilish gerek Tayvan özündeki. Onun için Tayvan'ınki parlament nimesinde ağan nerse belki yukarı emas, mutlak şekildeki kang dairedeki mutlak bir yukarı avaz yok. 40% avaz var değil mi? 41% hatalaşmışsın. 40%'ın yukarı. Üçüncü katım bir partinin rekord yaratqanda, üçüncü katım bir partinin o'xshash 3 katımlık neticede g'alaba qilish yani. Aqaqın sayılışı. Endi bu Tayvan'ın içki meseleleri. Tayvan mı amal babı yerde uruşqa kirmesek de qaraydı ama müstakilliğin bolsa ikki nimede özüninki de bolsa deydi. Ama hücum qilib qalsa bularni tayyorlik nimasidan hatta xalq ne seferber qilganlarki tayyorlik nimasidan qilishga buningga hozirlayotganligini ko'ryapmiz. Askerler beryapti, Amerikaning kelyapti, tarbiyalash, kuchlantirish askeriy nimasini. Qarshilik turish kuchini hozirlashga tirishyapti. Ama urush bir g'oyat zo'r chiqim ketadigan bir teşkili şekilde ilip aladigan bir hareket. Bunun çıkımı hem de fevkalade zor. Bunu hatalaşmasam bundan 3 hafta burun Angliyaninki ekonomist gazetede Tayvan urushininki ketadigan çıkımını 10 trilyon deb hesapladı. Mesela Amerika Irak'tan, Afganistan'dan çıkanda 3,4 trilyon pul ketibdi 20 yıl içinde. Tayvan'da bulunduğu uruşdan devam kılışı ve ahırlaşınca 10 trilyon da ketibdi. Bu ikili tarafından ketadigan çıkımını hesaplaptı da demek bu gayet zor pul. Xitoy mı, Amerika mı bu narsani oylaşıp qilish gerek bununla. Anladıkin bununla bilan bu urush buluşulan dünyanın başka yerdeki devletlerge mi mayli iqtisodiy, mayli tijorat, bu yerda o'tadigan kemalar, bu yerdan ishlab chiqarilgan yuqori texnologiyalik narsalar, bularning hammasi o'ynashga to'g'ri keldi. Lekin Xitoyning bu urushni ochgandan keyin o'zining iqtisodiy turg'unlashish, nurg'unlagan ziyon berilishi mumkin, nurg'unlagan jazolarga uchrashi mumkin. Bu narsa bilan o'zininki iqtisodiyki taraqqiyot texmi ostilishi mumkin va bu ostilish bilan birga Xitoydaki işsizlik meseleleri mi küçüğüş mümkün? Halkın narazılığı mı küçüğüş mümkün? Çünkü Xitoyning askeri nimesi olsun, halkta olsun, Xitoy uzun yıl resmi bir nimege kirmegen devlet uruş gücü resmi çok şekildeki.
o Hindistan Vietnam'daki küçük şekildeki o tokunuş nima bo'lsin uchun. Bu narsaning hammasi ikkili tarafni og'zirtadigan narsa. Shunga davlatlar ikkilisi bu narsaga mutlaq shakldagi g'albaga ko'z yetgan chog'da kirishi mumkin. Ammo tuyuqsiz ma'lum bir sabablarla o't elib ketadigan dunyoning boshqa yerlaridan varas-burus o'tlar ilinib urushlar ya Amerika ya Xitoy ma'lum bir yerlarda urushga kirib patqandan keyin bu yerda diqqatini chechish, nimaga kelinmaslik, yetishmaslik ahvollarda bu holatda aladigan bir fursatlar tug'ilishi mumkin. Bugün Amerika amal var mesela O'rta Sharqdagi olsun, Ukraynadagi urushni olsun amal var tugitib yana o'sha Sharqiy Janubiy Osiyo Xitoyning markaz qanolatiga ega merkezleşini xalamoqchi. Buni ko'ryapmiz, Ukrayna qilgan yordamni nima qilamiz. Zaten asasen boş chiqib azaytishga tirishayotimiz. O'rta Sharqda mu davatudi mesela Falastinning davlatini mustaqil buni tezda yepishimiz kerak deb. Chunki Amerikaning asırtı u yerimiz hep Yemen'de özünün paraxtları nimaga kirib qoldi mesela. Ticari kemidir u yerga urushga kirib qolish mumkin mesela. Uni bilmaymiz hozir. Onun başka İran var, ayakta başka devletler var Amerika'nın mustaqil. O'rta Sharqda zaten özünün güçlük qo'llovchiligi ve Müslüman dünyasında hatta Latin Amerika'sında nurg'un Amerika özünün nersini yo'qotdi. Qo'llovchilarning nazardan tushdi bu yerda. Xo'sh. Xitoy tarafga o'tdi bu narsa. Bunu aytgan chog'da Amerika ko'plagan kanallarda urushga kirish nimasi to'g'ri emas. Buni 2005'de eng dastlabda Pentagonning bir tadqiqotchisi Amerika necha qanotda ikki qanotda urush qila olamdi deb buni yozdi-ki. Yezib tekshirish yapib bu tadqiqotdan uning natijasi qilolmaydi deganim bilan chiqdi. O chog'da 2000 degan Amerikaningki eng kuchli vaqtlari. Hozirgidek undan nima emas, u davrda favqulodda cho'nti askariy farqchi u davrda. 2018'de mi Heritage Amerika'nın 10 kanat Cumhuriyetçilerinin nimsiga tavaqon. Bularni yana qaytadan dokulat yazıp yeni Amerika'ningki ikki qanotda urush qilishga tayyor emasligini chiqardi. Chunki bu Amerika'ningki xavfsizlik strategiyasi var, Brzezinski. Bu adam 2000 nechida bir yozgan bir kitobi 3 xil davlatningki bir zanjir o'rnatib askariy ittifoq kirishni eskartgan. Rossiya, Xitoy, İran. Bu gerçi resmi askeri ittifak bulması mı bu şey Amerika'nınki bular yapan siyaseti buların günlükünki yakın haletke akıp koyuyordu. Amerika'da 3 yerde uğraşık kiriş gerekti. Bunun da mesela İran bilen, Xitay bilen, Rusya bilen. O Amerika'nın xorutudu. Tenke bulanmaydı. Hatta Trump'dan devrede mahıl siyasetini tavsiye kılan meselecileri. Rusya'nı Xitay'dan ayrış arkalık Xitayni yalğız qo'yib, Xitayni tizginlash nimasini uchun. Ammo bu bo'lmay, Trump davrida bu ijro qilinib bo'lg'uchi Biden kelib bu narsani buzib etdi, aksincha Rossiyani bir Xitoy tarafga ishtirib berdi masalanchu. Shu yig'inchoqlagan chog'da Amerikaningki kuchining kuchishi bilan, kuchining chechilik bilan urush boshqa rayonlarda Tayvanniki xavfsizligiga tahdid shakllanishi mumkin. Bu bir Xitoyga fursat bo'lishi mumkin. Şuna ben azıcı nesnede ihtimallıktan jirak deb qarayman yenilan özümün fikirde. Ama abaydi tılğağanı gerek bir neçil vaziyetler şekillense Xitoy bunu ilişki tırış bekişi mümkün. Ama Doğru. Xitoy asal lokma emas. Bu Xitoyning bu mu alsatılgan bir lokma. Doğru dersin. Nini urushlar kichkina bir ish bilan chiqib qo'yamdi tarix qarasak. Hakikaten ish qilib o't ustida shu sarangini shundan shu o't tutash turgan hamon butun shu portlab chiqadigan bir shaklda turayotgandi bu siyoset. To'g'ri. Dunyoning vaziyatiga qarasangiz hozir xuddi rasmiy nurg'un analizda o't yezilyapti, o't qo'yilyapti. 3-chi dunyo urushi rasmiy shu hozirgi O'rta Sharqning Isroilga Falastin to'qinishi 100 kundan oshgan shu vaziyatda hozir qarab chiqqan yani. Bu atrofdagi Amerikaningki, G'arbninki qo'shinlarning hammasi aviamatlarni avatib, birdamlikda bu yerdagi urush besiqishdan burun ya'ni Yamandagi masala o'tirg'a chiqib, u yerga hujum qildi masalan Amerika va boshqa ittifoqdosh qo'shinlar bilan. Endi shu O'rta Sharqning gapi chiqqan ekan buni deyishib o'taylamdi. Bu Xitoy bu yerda albatta yuqorida azroq tilg'alib o'tdingiz. Tam shu Falastin Isroilga
Emisi başlanğandan tartib Xitay bu yerda ciddi hiylegarlikni oynadı. Hali ham oynab kelyapti. Ama şu o'tir şartdagi Xitoyninki bugun kuchi kundan kunga xuddi Amerikaning o'rnini olgandek bir xil ko'rinishini ko'ryapmiz. Mayli İran, Saudiya Arabistonning o'tirisini yarashtirish masalasi bo'lsin, va Falastindagi masala bo'lsin, bu qatimqi Isroil Falastin urushi. Mush masalalarda hamda hozir uning ustiga shu buni bir ayrim to'xtalsangiz, Xitoyninki mushadagi ta'sir kuchini qanday hiylegarlik bilan o'ynayotganligi haqida. İkinci bir masala da şu bunu ayrım sorsam buldum. Hazır mesela 100 net gün müşahede 25 mingdan jiq insan küçük bala ayollar ölüp kesse bir qandaq dünyanın insanı içindirdi şu anda. Bu mesele devam kılıvatıdı. Şunda bir kayıtta benim melim ötenmedi de bir yerde mesela neç gündür bir yanmış o paraxotumga bir yerden mangan paraxotqa Husila nimi keldi onunğa hücum qılıp görüp aldı, onu qılıp bunu qıldı deb qo'shin tuzib uningga hujum qilib bo'ldi hamdi. Va u urush yani yana qanday vaqtda qilsa biz davomlashtiramiz deydi hamdi. Ayada bir tarafida har kuni o'layotgan begunohlar, kichik bolalar, ayollar, insonlar va yana bir tarafida melim o'tanmadi deb uningga bir damning ichida bir qancha davlatlar qo'shilib, tayyor bo'lib qismlarni qilib o'rlashtirib hujum qilib bo'ldi. Miyada bu cinayetke muşuncu valla köz yumuş devam kılıvatıdı. Bunun ayrım bir cevap versanız. Hoş. Xitayning o yeni İpek yolu stratejisini nazarga algan chog'da o'rtacha Xitoy uchun favqulodda muhim. Birincisi bu yeni İpek yoluninki davam qilish uchun bu yerda bir tinchlik, bir xavfsizlik kapolatga ilinish kerak. İkincisi bu yerdagi Xitayning energiya aladigan davlatlar var. Saudi olsun, İran olsun bulduğunda. Onun için paralel aldı bu İslam dünyasının merkezi orulları. Şark Türkistan meselesini bu yerde eriş için halkarada. Bu devletlerinki güçlü kollusunu eriş arkalık Uygurlarını Şark Türkistan falan İslam dünyasının ayrıydıgan kamu mühim bir nerse. Onun için Xitay özünki Qoraylaraqlar olsun, texnologiyası olsun, hem nurgulları bir yerge azan işlep çıkılan boğandan keyin iqtisat alaydı bir yerge. Onun için bu devletlerin Xitayning siyasi diplomatik gücü Amerika'ya karşı güçten pongu yasaydıgan. Onun için yeni İpek yoluninki bir yerdeki kiriş bilen bu devletlerin iqtisadi taraqqiyotga eşişi, onun için energiyalarini bu satıdı Xitayga üçün. Bu bundan aytgan chog'da ishkili Xitoy bilan bu o'rta sharqdagi bu davlatlarning hammasininki bir-birisiga o'zaro ehtiyoji va bir holat bor. Endi bu Xitoy izchil holatda mayli Isroiliya bilan bo'lsin, mayli İran bilan, Saudiya bilan, Falastin, Isroiliya masalasida hammasida Xitoy bir nihoyatda yumshoqlik bilan, nihoyatda ustulik bilan bularning ichki masalasiga aralashmaymiz, ammo hamma taraf o'zini besilishi kerak. Biz uruş emas, biz terakkiyatını halayımız, meselen diyaloguyla hal kılaydı deydiğen başından bir türküm yatlıvagan bir nimeleri bilen. Bu meselen izchil yaxşı oynab keldi. Yani maqatim köprek asasen bu Falastin meselesinde bu nimede turdu endi Falastin halkının, Falastin'ninki yenide turuş filan. İsrail'in biraz rencitken boldu bir yerde ama kazangını bütün İslam dünyasının devletlerinin kollaşını kazandı. Afrika'daki olsun, Latin Amerika'daki devletler, hatta nurgulgan Müslüman devletlerinin nimesini kozgan. Nem kıldı ama Xitay'ı özünün diplomatik güçünü namayan kılıvatıdı bir yerde. Onun aldığı da İran, Saudi meselesine el kılgandı. Bu Xitay'a bir icabi nemi berdiğen neyse ama Xitay bu neslin başka resmi Amerika'da kandak askeri mıda xavfsizlik garanti nesi evetenmeydiğanlıqını kösetti. Yani Amerika özünün askerini evetip, özünün nimisini qilib bunda oynagan bolsa, Xitay bunda evetmeyi, aksince şu diplomatik til, diyaloguna el qilimiz, siyasi ve diplomatik güç bilen bu nesi bilen qildi. Xitayning bu acizlik noktasını körüvleşki buldu bir yerde. Ama bugünkü şu hazır biz ottağın netice itibarı bilen qaragan çağda Xitay bir yerde kazangan noktası o bolsun Müslüman dünyasındaki halkların kalbini kazandı
ve Müslüman dünyasındaki bu devletlerin hakimiyetindeki koşuğa erişti hem de şu bir yüzü kütüp kaldı. Yani bu devletler deydi ki Amerika karşı bir çoğun bir meydan okuyatkan bir devlet Xitoydagi devletninki nimasini ishitish orqali bishimizga har doim kelganda kelib qallamizga to'qmoqlar urdigan g'arb va Amerikaga qarshi buni endi turayli deb bir ayrim bir dunyo kuch nimasi meydani hosil qilishga bu davlatlar bundan jiqmenishi mumkin, hatto Sharq Turkiston masalasi ko'zlarini yumishi mumkin bular. Hakimiyetlerini da'vatı xalqni demasam. Şuna bu Xitoy nuqtasidan aytgan chog'da bu bir foyda narsa bo'ldi. Endi ikkinchi savolninki nimasi kelsak, Amerika bu urushda o'zininki qimmat qarashini yana bir qatim ilaqi alvidan but yasab o'zi yevatgan ayni davrdagi Makka mushriklarga o'xshash o'zi dunyoga universal qimmat qarashi, inson haqlari, demokratiya deb ma'lum bir davlat yeni bir davlatninki ziminiga besib kirib mayli qanday nim bilan besib bo'lsin sabablar bo'lsin Xo'sh. besib kirib u yerga begunoh xalqni 25 mingdan ortiq xalqni o'ttirib uning ko'pinchisi yosh bolalar masalan o'ttirib uningga nim qilsa uni to'xtat va nim qilmasdan burun aksincha uningki qilgan urush jinoyatining qirg'inchiligini uni qo'llab berishi Amerikaninki o'zining dunyoga tishlagan universal qimmat qarashi deydigan bu yumshoq kuchini yeni bir qadam yo'qotishga va Amerikaninki ta'sirining ojizlashishiga bir asos soldi. Bu Amerika uchun cho'ng bir mag'lubiyat bu narsa uchun. Abay dedim qo'ylik, Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotisimi bir haftaning ichida 2 qatim dedi. Sen bizga bu Uyg'urlarning bu Şinjandagi bu masala to'g'risida dars o'tmaysa aldı bilen sen özünki mi otur şeraqtiki nimangni tozla, özünün ichidagi masalangni tozla debchi. Xo'sh, xo'sh. Bu bunda deyish burun hech qanday davlat Amerika bunda deyolmaydi. Amerika ish bo'lmasa Amerikaning demokratiyasi deb o'zi gerçi askari kirmasmi Amerikaninki tuzumi, Amerikaning qimmat qarashlari, bu fikrlari chegara alqagan holatda boshqa dunyoning hamma yeriga boradi. Hamda demokratiya desa vaqt kelganda yasab o'yin, kompyuter yasab o'ynaydigan, vaqt kelgan chog'da qo'shqashganda uni yevitadigan bir narsadek bo'lib qoldi bu narsa uchun. Bu Amerika uchun cho'ng bir mag'lubiyat endi. Buni qanday o'ngshaydi, buni bilmayman hozircha. Hakikaten. Şunu Amerikaninki nuqtasidan aytgan chog'da bu mag'lubiyat. Lekin bu Hulsilarninki bu urush paraxodlarga etishi bu narsaga kelib bu yerda burunqi nuqtadan Amerika aytgan bo'lsak, masalan 10 yil, 15 yil burunqi Amerika bo'lgan bo'lsa, bu chaqchi qismlarni yo'llab Yamanni, Iroqdagi, Afg'onistondagi nima qilishi kerak demasdan. Ama Amerika havodan bombardiman qilib qo'yotdi. Ama havodan bombardiman faqat havo va suv armiyasininki ishi faqat quruqlik armiyasininki ustunligini saqlab berish aslida-chi. U Hulsilar yo'qolmaydi. O faqat ziyonga uchrashi mumkin binoları, zavutları, nim qilgan narsalari. Ama o havo armiyasi ularga g'alaba kelolmaydi, Hulsilarni to'xtatolmaydi. Bu narsani ya diplomatik holatda hal qilish kerakdi. U yerdagi Isroilning nimasini to'xtatish orqali Yaman bilan, Rusiya bilan masalan, ya bo'lmasa askar kirgizib bu yerga bedel to'lasa to'lab hal qilish kerakdi. Ama Amerika bugun ya askar vatanni qilganda bularning o'zinikimi derdi. Yeterlik özlerimi köplegen frontlarda, köplegen rayonlarda uruş patqıqı petib qilishni xolamaydi degan narsani tushunsak bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Chunki urush pul nimadan tijorat cho'ng ziyonga uchraydigan bir ish endi. Hakikaten ya. Ishqilib insonni ichindirdi hakikaten ya deganimizdek bu shuncha bola inson ahuzar qon yosh to'xtamagan bir vaziyatda Təmillə sənciri üzülüb qaldı, keçikib qaldı, baha qimmatlaşıb getdi deb birdəmnin içində anınğa miyadiki qan yaşlarının kümülüb qalıb atqanı. Elə həm insaniyyət üçün bir Şərq Türkistandakı vəziyyət qo. Yıllardır mən sözləb kelib atımız. Miyada bütün kamerada bir balının ki bunu qanısını göründüğün, insaniyyət görüb durğan Xitay qo bütün həmmini yepib qalıb atıdı. Körsətməy özünün hiyligarligini teşiqə çıxarıb tirişçanlıq göstərdi. Bu qan yaşlarını görüb durubmu insaniyyətin, yəni bu dünyanınki qançilik vəhşiləşib getkenlikini həmdi bu.
uçuq görüp agıl boldy hakikaten. Hamda Ama halkara siyaset şu, küçüğün yasa alsan şu. aha. Öyle ki böğrelerinki jangal kanunu var. Kim kimge Hakikaten. küçü yasa şunu aldığan yapımdı. Hayvanatlar dünyasında bir körseniz şu oylap kaldı insan bir yırtqıç hayvanlarning bir-birisini ovlagan vaqtidagi ko'rinish hamda. Şu. İnsanlar opma o'xshashgan yani. İnsan hakikaten Elbette. içindirdici bu hamda. İnsanlıqdan numus qildirdigan o xabarlarni, o sözlerni kameranın aldığa çıkıp şundaq chiroyli galstukni taqab deyilib atgan sözlerden insan tini şürkündü ba'zida hamda. Hiç qandaq bo'lmagandek so'zlay oladi hamda buni. Hayvanatlarning bir-birisini kim kuchli bo'lsa shuni yo'q qilib tabiatda shunday qo'yamdi. Ama o'zini madaniyatlik, hatto iymonliq musulmon deyotgan insonlarning qilayotgan siyosat dunyosidagi, hayvonotlar dunyosidagi nimadan farqi yo'q. Endi bu Xitoy Rossiya munosabatlari haqida, Rossiyani haqiqatan g'arb hal sirtib hozirgacha yana shu davom qilyotgandi. Burunqidek kun tartibda musulmon Isroildagi hozir yana aqs turdiganligini bildirib kelyotdi, yig'ildirdi hamma cho'ng kuchlarniki. Rossiyaning masalasi bo'lsa, shundaq Xitoy bilan texambak yaqinlashib menayotgan bir ko'rinish bor. Sizcha nega berib to'xtaydi bu masala shundaq davomlashtirib maqmoqchimi, kim tutmoqchi hamda bu oqibatda natijada. Ukrayna urushi boshlangandan keyin shu chog'da bir programmada degan ki Rossiya bugungi xalqaro tartibning nimsida o'zaro bir-biriga hujum qilmaslik degan narsani tunji buzdi. Albatta undan burun urush bo'lgandi, bu qatimqi nimada rasmiy besib kirdi bu yerda, uchiq oshkorlanki. Davlat mustaqil bo'ldi, biz rus xalqining qo'g'daymiz deb besib kirdi va dünya tertibiningki cho'ng nimasiga bir bozg'on bilan urgandek bir narsa chiqdi-ku. Va bu urush bilan dastlabda Ukrainaning nimasiga yordam qilmaygandek ko'ringan Amerika nurg'un moddiy ma'naviy yordamlarni avatib, o'q-dori, nurg'un askarlari shaxsiy shirkatlarninki. Va Yevropa ittifoqimi yillardan buyon beslab qolgan xazinalarini ichib izchil Ukraina anaqa turdi. Va bu sababdan Ukraina xalqi bu moddiy yordamlar bilan bugungi kunga qadar 2 yil jarayonida hisobda 23 ay bo'ldi hozir. Rossiyada bir kuchlik, ikkinchi kuchlik askariy davlatga qarshi turib kelyotdi. Rossiya bir haftada elib etimen degandi. Ama alanmadı ve urushning patqig'i patdi. Ama Ukraina tarafmi bu yaqinqi nimalda qarsak Rossiya besvagan tarafdan emasmi, ulanma edep chiqaramidi. Endi bu yerda kuch o'zaro bir-biriga tampon kep qolgan narsa. Ama bu g'arb dunyosiningki iqtisodninki turg'unlashi, bu taraqqiyotning ta'minlash zanjirininki to'solg'ularga uchrashi bu urush sababidir. O'rta Sharqdagi urushlar, bu yerdagi Amerika Xitoy munosabatlari, bu yerdagi narsa Yevropa davlatlarini alsiratdi va hatto Amerika o'zini alsiratdi. Ukraina kelgan yordamlar burunqidek unda nimaga bormayotdi masalan. Ammo vaqtim va'da qildi NATO'ninki 1.3 milliard o'q nimasi beramiz debdi. Ammo bu masalani hal qilg'ich choralar emas endi-ku masalan. Bu urush bunday qilsa shu davomli so'zlayverish mumkin, ammo buning uchun diplomatik ve siyasi kanallarının içilişi arkalı bu narsani hal qilishi kerak. Bu Davos'taki yig'indan burun bir ko'rishlar bo'lib, Xitoy va Rossiyaniki vakillar kelmabdigandiq va buningda bir o'rtaq qarorg'im borolmabdi. Bu yerda Ukrainaning tarafininki deganda Xitoyning kelib bunga aralashishni umid qilamiz deb deganda, ammo bu yerda bir natija chiqmadi-ku. Endi bu urushning taraqqiy qilishi boshlanishdan bilan Rossiya Xitoy munosabati zaten yaqindi. Bu noldan Rossiya nurg'un iqtisodiy embargoga uchradi, nurg'un narsalarga uchradi, pullarimiz cheklandi. Xitoy bilan bo'lgan munosabat texmi quyuqlashdi. Bugun Rossiya Xitoyning eng chong neft bilan ta'minlovchi davlat bo'ldi. 230 milliard dollardan ortiq tijoriy nimasi va tarixiylikdagi eng yuqori bir tijorat munosabati var ki bu yerda Rossiya biroz jiqroq setiqlikka Xitoyga. Xitoy uchun bu narsa yaxshi nima bo'ldi deganda Xitoy başka devletler energiya qiyinchiligi bo'layotganda Xitoy normal xalqaro bozordan arzon bo'lgan bir energiyaga erishdi. Bu orqali nurg'un foyda oldi-da. Buni boshqa yerlarga sotganini nimasini anglayapmiz-ku.
Ananki Rossiya özge Rossiyanın den çıkıp ketken nurgun şirketler var, garip şirketleri. Onun ornunu bir Türk'ün Xitay şirketleri toldurdu ve Xitay bu yerde mi payda aldı? Rossiyaga nurgun ikki nimelik işletiladigan texnologiyalar var, maşinalar var, nurgun narsani Xitay vastalik yoki öz bevosita setig'liq. Yani bugün Rossiyanınki urushni to'xtamay qila olishidagi eng asosiy motor Xitoy bo'lib qoldi masalan. Chunki Xitoyning tijorati, Xitoyning qo'llashi va energiya setilishi bo'lmasa, Rossiya bu urushni bir haftadan ortiq qilolmaydi. Albatta Hindiston bu foydalanyapti bu narsadan. Hem de Rossiyanın bugünkü qalsaq ko'chalarga chiqib ketgan ichki masalasida ayollarni ko'ryapmiz. Bizning erlarimiz, bolalarimiz urushga chiqib ketdi, qaytirib keldi. Rossiyanın saylimi bağladığımızda Putin'in devamlı yanlış ihtimallığı var ama Putin mi 70'ki kılıçıp kalan 70'den aştığı değil mi hatalaşmış. Bunun ömürlüğüneçilik buludu bunu bilmeyimiz bunda neymi diyor. Putin ketkenlikken bu yerde küçük hukuktalışı olup Rusya içinde bu karlı imkançılık bulamdı ve Putin kitip kalanlikken ki bu uruşlarla ekvalı kanda buludu mesela. Bu uruş mu Rusya xalığandek bir ilki netice mi ipkenmedi diyor mesela. Yani bunda bir ihtimallık mı var mesela Amerika tarafından nemi sayılıp kalsa bu Cumhuriyetçilerinki vekili Donald Trump sayılıp kalsa bu uruşni tez süratli to'xtatib Xitoyga bo'lgan markaziy nemini qilish mumkin, Rossiyani yana tortish mumkin degan bu ihtimol. Bu bir faraz. Bugün Rossiyanın bugünkü ahvoliga qarasak albatta Xitoyga beqinib qoldi yo'q. Rossiya mu bu narsadan beyaram. Chunki Rossiya Yevropa münasibati, Rossiya Amerika münasibati yaxshilanmay turib, Rossiya Xitoydan hargiz voz kechmaydi. Chunki burunqi Yevropaga sotilgan energiyaning hammani hozir Xitoyga va boshqa yerga setyapti-ku. Xo'sh. Rossiyada Rossiya uchun Xitoymi bir muhim bo'lib qoldi. Xitoy uchunmi Rossiyada muhim bo'lib qoldi. Ya'ni bu ticari, bu enerjiya nimelerden başka Amerika'nınki bugün dünyada hakimdarlık buluvatkan, dünyanın hakimdar güçü buluvatkan bu nimede köp kutupluk devlet yaratımız gen namda bulamı bu halklar sisteminde özününki belgelik ordunu belgelemek için şahsen Rusya'nın nimesi bu olsa. Xitayning nimasi olsa aşı köp kutuplaşkan devlet nim kurumuz gen nam bilen özü bu dünyanın yeni hakimdar hocusu bulmakçı. Mesela BRICS'in körüvatımız, Şanghay Hamkarlık Teşkilatı davatımız, Xitay bilen Rusya nurgun sahalarda mı bir hamkarlık, bir özara kilişiş nim kılvatıdı. Aldın kapta bir enteresan bir neyse körüp kaldım. Rusya'nınki Hindistan'daki baş elçisi vagepni kıldı. Biz Hindistan ve Xitay tarafınınki özara menfaatlerinin kilişeleydiğen noktalarını bulup mu şu çigra, üç noktadaki çigra meselelerini hal kılış için diyalogunun başlatışına tırışvatımız dedi. Bu başka yerde çıkmadı bu neyse. Bu bulunmayan neysini bu başelçi demeydi. Hoş. Ama görüngen resimden partisini mi diyen çağda Rusya hem yakın turvatkan iki devletin 32 münasebetini tanıştırış arkalık Rusya, Xitay, Hindistan bunda bir üç çoğun devletin bir üç bölceklik bir güçünü asıl kılışını halaydıgandek durdu. Ama Hindistan bunun konamda bu elbette Hindistan Xitay ötürüsü ki çigra meseleleri menfaat tokunuşu meselesi bağlılık bu yerde. Bu çıraylık söz bilen diplomatik bilen el kığıl bulduğun nesimiz. Ama işinin akıdaki siyaset nesini de karısak Rusya, Xitay, Hindistan münasibetinin bozuluşunu halamaydı ve bunu yaraştırışqa tırışı tuttu deb düşünsek buludu. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Endi yuqorida ozroq tilg'ab o'tgan shu Xitoydagi bir turkum yuqori darajalik amaldorlarni tuyuqsizlam yo'q qilib o'tish, bu tozalash Ching'andan tashqi ishlar ministrini qilib bo'lib, undan keyin uni timtos yo'qotdi. Davlat mudofaa ministri u yo'qotildi. Hatto Li Keqiangning ölümü şübhelik şekilde oturup koyuldu. Yani şundak hem dünyada Xitaydan başka bir devlette bundak yuqori darajalik amaldorda bundak hiç qanday dunyoga bir og'iz gap qilmay hech bir ish olmaganda xuddi mahaldagi bir baqqol yo'qolib ketgandeklam muomala qilyapti Xitoy ham deb. Bu tozalashninki
arka görünüşü, siz faqatlam Xi Jinping bilen bir çıkışamaydigan bir iş çıkıp kalğanlığı üçün bunda bir addi sebep olması mümkün bunun içindeki hemde. Sizce neler bu kendi? Bu yo'qotishning başlanışda bir neçe yıl burun kalsak Xalqaro jinoiy ishlar Interpol'ninki nimasi. Onun saqchi başları. Onun başlığı Xitoydi. Onu eksib yo'qotibdi onun ilqi nimasi. İzleyerek hech qanday bir tushuncha Aşina bu xalqaranın tegishlik bir raddiya qaytırıp Xitoyning zuvaning sen nima ish qilsa deb demiganligiga hayronman-da endi. Yani normal Xitoyning saqchi başlığı emas. Evet. Elbette bu hakimiyetide en rezil, en yırtmış bir siyaset nimelerini işleşilen bir tarihte bir örneklerini yaratkan hem de skop kişi kalsam. Mesela nimeni mi, Çinganlı mı yoktu ve Taşkı İşler Ministerliği mi? İzleyerek siz hiç kanday düşünce var mıydı? Bu nerhil analizler kılındı. Bu Amerika'ya setilgan bir casusla alakası varken toxtadı. Yani Müdafiə Ministerliğinin lişanfının yoktu vetti. Ondan burun 9 tane çoğun generallarını, pişkadem generallarını bularını vazifesinden ağam buldu. O vazifesinden ornağa nimin toluqlanan ki roket kısım batı alayda roket kısım batı. Bunun ondaki 2 tane generalını Xitay ornunu almıştırıp etti. Anladıkin alayda stratejilik nimvati yardım kılış grupsununki başlığı. Bunu mu en çok başlığını nimege aldı? Tekşürüş, parakorluk nimesilenci. Yani onun okşaşın nurgun mesela jığında kimle açık etti mesela dünyanın bütün muhbirler dünyanın közü Xitayning çoğun jığında tutsa kimle Hu Jintao'nu açık etti. Jığında kütülep mümkün çünkü. Yani bu yerde elbette Xi Jinping'in siyasetini kollaması, Xi Jinping'e karşı bir siyasi yönünüşninki, gruplarninki nimeleri buluş mümkün. Akımısı Xi Jinping'in yapılan siyasetini kollaması mümkün, doğru kömesi mümkün. Bu mu bir mesele Xitay bir yerde Xi Jinping'in vermekçi olan bir signali var deyip qarayman bir yerde. Ben bu dünyanınki en küçük bir adam doğan devletinin hocası yani padişahı dedim. Dokanda onun nemesi onun düşüncesi de. Ben bu şeyle kaleme kandak kılalaysan deydiğin için. Çünkü bu Xitayning milli zihniyeti de siyasi kültürü de bir narsa. Çünkü padişahın qilgan nimasidan bu xalq so'rayanmaydigan bir narsa. Yani xalq yolg'on so'zi so'maydi ama padişah yolg'on so'zi bo'ladi. Xalq va'dasini bu so'maydi, padişah bulsa bo'ladi debchi. Çünkü Şi'nin nimasidan ma'lumi buzib etdi mesela Xi Jinping. Kollektif başkuruşdan bir kişilik başkuruş nimesiga ötep ketdi mesela Xi Jinping çıqqandan keyin ve özünü mengülik bir prezident deb nima qildi hozir Xitoyninki. Bu yerda Xitoyning 8 tane o'xshamagan eng cho'ng huquqiy istixborotdan tortib iqtisod islohot deydigan hamma narsani bu Xi Jinping o'zi bir qo'lliq qaror vermasa olmaydigan bo'lib qoldi. Bunun xarakter nimasidan aytgan chog'dami bu atrofdagi nimasiga ishonch nimasimi to'van o'xshaydi ilqi. Bu narsani men kontrol qilishim kerak, boshqalar kontrol qilib kelsa, menga yuzi o'risa yoki hokimiyat qarshilik qilib qolsa deb. Bu askarlarni tozalashidimi o'ziga sodiq bo'lgan askarlarni boshqa chiqarish orqali o'zininki askariy jihatdagi hokimdorlik kuchini chingaytgan bir narsani ko'ramiz. Anandikin Tayvan masalasini bu ba'zi nimalarda Li Shangfuninki bu Xi Jinpingning Tayvanni elish nimasini toza qo'llamaydi deydigan nimalarni yozibdi bu yerda. Ama bu nechilik rost yolg'on bilmaymiz. Ama reallik nima deganda, reallik Xi bir bütün kuchni o'ziga shaxsiy bir markazlashtirgan bir padişahlık bir imparatorluqni shakliga keldi masalan shu Xitoyning nimasida. Xo'sh. Bu yerda islohot nimasi bu yerda islohot emas, Xitoy o'zining sistemasini xavfsizlikni birinchi eng cho'ng tutgan holatda mushtaq tozalash, mushtaq kuchni qarshi kuchlarni yo'qotish orqali o'zining hokim mutlaqlik nimasini qo'g'dashdek bir narsaga o'tib qolgan narsani ko'ramiz. Agar Jahongir kuchli o'xshagan bo'lgan davlat bo'lsa aslida o'zining ichidagi iqtisodiy masalalar, ishsizlik, qiyinlar masalasi, askarlarninki
pensiya chiqarish kelgan muhit masalamini buni islohot qilish orqali bu masalalarni hal qilib mang'atdi. Xo'sh. Hal qiladiki, davlatning ichidagi apparatlarda bu davlat ichidagi masalalarni hal qilish orqali o'zi texmi büyük, texmi cho'ng bir kuch bo'la oladi va dunyoning hokimdor kuchi bo'lishi mumkin. Ammo bu qilayotgan narsa davlatni kuchlantirish emas, aksincha Xitoyning hokimiyatini chingaytirish va buni kuchlantirishdek bunda bir narsaga o'tib ketganligini ko'ryapmiz-ku. Yani bu Xitoy uchun yaxshi. Bu Xitoyning nuqtasi uchun bu ziyon yeb keladigan narsa. Xitoyning nimasi 70'ni eşip ketken bildiydi. Onun salametlik nimasi mayli yig'inlarning nimasidan nurg'un videolar chiqib ketdi. Bu ketib qolsa Xitoyning ichidami o'ylaqi siqilgan purjunning saklab javob berishlik Xitoyning ichidami hokim huquq tanlashadigan bir nimalar shakllanishi mumkin. To'g'ri. Sen faqatla siyosiy nimada emas, askariy nimada emas, şirketlarnikiga ziyon beryapti. Masalan, uning ichidagi pul to'laysa deyotgan ba'zi şirketlarni kelib, masalan, nurg'un nimaga oldi qismoqchi. Hamma şirketlarga hozir bir partiya nimasi bor, partiyaniki o'rnashtirgan bir guruhsi. Onun için chet el şirketlerini kiringlar deydi-yu, ammo kirgandan keyin uning ichida bu o'zining nimalari turyapti. Masalan, partiya a'zolarini chiqib, uningda sizlarning uchur topshirish majburiyatinglar bor deb. Yani undaki kançalarının ait bir acayip bir hakim mutlaklık, acayip bir küşni şahsiye bir merkezleşken durgen bir özgürlük nimesini körüvatımız. Elbette Xitay'nın ki bu uzun mezgillik iktisadi ıslahat yaparamazsak ve iktisadi turgulluğunun nimesi Xitay'nın iktisadını alsırtıvatıdı. Nurgun şirketler çıkıştırışvatıdı. Ama bu uzun baskışlık neyse olan için demallık çıkıştırması bu. Aslasla taşlap çıkıştırdı bunda bir neyim rahat beğenmeyen çalıştı. Elbette bununla paralelde Şarkı Türkistan'da erkek kırgınçılık, Moğolistan'da, Cenubi Mongolya'da, anandikin Tibet'te ve başka özlem fıkralarının zıvatıdı bu menfi nesi yaratıdığın neymiyle. Bu Xitay'nın nimisini etkançalı, Xitay için yaxşı emas bir nesli. Doğru. Hem de şu biz sizler en ahir kıtım şu ötken yılı 24 noyabr söhbət qilib ekanman. Xitoy Amerika münasibati. Biz bu söhbətni qilib 4 kundan keyin 28 noyabr Amerika Avam Palatasida bir qonun loyihasi, Uyg'ur siyosati qonun loyihasi u yerda qabul qilinib, ma'qullandi. Buni ayrim siz bilan suhbat qilib bo'lamadim degan bu fursatdan foydalanib Amerikaga sakrab borlamdi. Bu albatta nihoyat muhim bir qonun loyihasi, yaxshi bir ilgirlash. İçideki mazmunlar mesela nihoyat shu bu Avam Palatasida ma'qullangan bu qonun loyihasida Xitoyni, ya'ni Amerika parlamenti, hukumatni, ya'ni Amerika hukumatini Xitoyning Sharq Turkiston tashqi dunyoga, axborot sohasiga, parlament a'zolariga, shundaqla parlamentga Xitoy ishtirok komiteti a'zolariga echib o'tishga, ularning erkin va kontrolsiz holda Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yishga chaqirish kerakligi qayd qilingan bunda. Uyg'ur va boshqa millatlarning o'zining madaniyatini, diniy tilini e'tirof qilishi Xitoyninki, saqlanishiga kafolatlik qilish, Sharq Turkistonda milliy kimlikni saqlashni tinch holatda tashabbus qilgan har qanday birisini turmaga tutib bostirish degandek bularni cho'qim oxirlashtirish kerak deb nihoyat kuchli narsalar tilga ilingan bu qonun loyihasida. Ve Amerika'nınki çoğun başka özünün ittifaqdaş devletlerle hamkarlaşıp durup Xitoyga besim işletiş meselesini çoğun küçeytiş gerek de bu mesele nihayet güzel nesle oturup koyulgandı. Yukarıda siz Xitoy muşu bulup mu İsrail'ninki yendi tuğandan keyin Xitoy sen bana insan hakları kişilik hukukuna sen öğretme deb iki qatim dedi ansamdı. Bu hem de muşunda kanunla qabul qilingan biz üçün paydalı narsalardı. Bugünkü sizce hem de qancha kuch ko'rsatiladi, buningdagi qanday kuchi var bu qonunlarniki masalan? Yoki kuch ko'rsatilmaydigan holat kelib qoldimi sizce? Elbette bu kanunlarning tuzilib chiqishi bunda kuchli davlatlarda bunun itiraf qilinishi ve bunda tuzilishi bu bir ijobiy bir basilgan qadamlar. Xo'sh. Ama kanun ama mesele hal qilib etmeydi çünkü bunun o'xshash boshqa qonunlar chiqdi-yu.
Mesela mecburi emgekке alakadar kanun mu çıktı diyor. Yani bu kanunlu mu toluk icra kılmayvatkanlıkını ta'kidlagan Amerika'daki Kengash Palatalarının azaları oldu. Xo'sh. Bunların paylanıp gidivatkan şirketlerinin nimesi oldu. Çünkü kanun bir vasıta bunu icra kılış gücü hem de hükümetninki aslında. Hükümet bunu özününki Xitay bilen bolgan münasebeti bu halkıradaki konjüktür tartılgan ziyanları ve alıngan kazanılgan bedelini kazanılgan nimeleri bilen tartılgan ziyanlarını böyle ölçügen asasla hareket kılıdı hem de. Xo'sh. Ama çokum icra kılışın gerek deydiğin nerse bu yerdeydi ki. Çokum icra kılışın gerek deydiğin nerse yok bu nersini hükümet şunu icra kılış gerek. Mesela nurgun yeni kanunlar var, Tayvan toğurluk, Tibet'te toğurluk nimeler var ama bunun hepsinin icra edip ketkeni yok. Ama Şarkı Türkistan meselesi Xitay'ninki bir aciz bir noktası Xitay o yerinin buluvatkan, ilki kırgınçılık kılıvatkan ve bu yerinki geostratejik mühim noktasıdır. Bunu yine devamlı işletiş mümkün. Amerika'da ötürüski rekabet ve rakiplik münasebeti küçücüğe ergeçipçü. Onun için bu dersin nemesini mu Şarkı Türkistanlıkları mı bir vazife düşürdü bu derse. Köpleyen kanunlarının nemesinde bir tekrarlangan bir dersi var. Biz yeni bir nerseni ekirişimiz gerek. Mesela Tibetlerinin nemesinde besvelengan zemin dep nemesini sun demesen çünkü. Bizning mu bu narsalarni sunadigan vaqtimiz kelyapti mesela çünkü. Çünkü dünya sistemisi parçalanyapti, buzilyapti. Bunda buzilgan chaqda hamma davlatlar bir-birisiniki acizlik nuqtalari meselesi var yerlerine açıkılıp bir-birisi qarta ishiltidi bunun için. Bunda Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi nimalar yiriklashayotgan, buzilayotgan chaqda biz yana koni şu inson haqlari meselesi og'iz burni qonidan nima bo'ldi degan meselesi emas. En aldığından hiç nem kalamız. Elbette bizim devlet hep itiraf kıldı diyemeyiz de çünkü biz toprakını kulumuzga almadık. Ama kılalaydıgan noktamız hiç nem kalamazsak mı? Bu zeminin besvelengan ekanligini qayda qilishga tirishishimiz gerek. Xo'sh. Besvelengan zemin degan bu birinchi qadamda bosgandan keyin balkim yana fursatlar nimalar ichilgan chog'da boshqa eshiklarni ochqili bo'lishi mumkin-ku. Yani besvelengan bir xalq bo'lish sifati bilan bizningki Xitoyga qarshi qarshilik turgan kurashlarimizniki boshqa yo'llarini u xalqaro qonun bo'yicha eshiklarni ochadiganga fursat hozirlaydi. Endi demoqchi o'g'lim albatta Amerika tuzidi, nim qilyotidi bu narsalarni bu avtomatik bo'lib ketyotidi bu narsa. Ama tashkilotlarmi yangi qadam va dunyoniki konjunktur vaziyatiga asosan konu nima bilan emas va yangi dünyanın vaziyetiga asosan bu fursatdan foydalanib yangi qadamlarni besishi kerak demoqchiman. Chunki qo'shnilik qilishma ehtimolligi bor-ku. Endi Xitoy bilan Amerika kelishib mumkin. Eslab qoladi. Ziddiyat kuchayibmi kuchayishi mumkin. Kuchaygan chog'da yana ayni o'xshash qonun ayni narsa emas. Buningdan mi kuchliroq bir narsani boshqilib bo'lamdi deganni o'ylash xato bir narsa emas. Xo'sh, xo'sh. Endi Nicat efendim şu kanun ma'qullangandan keyin Uyg'ur siyosati qonuni. Men şu Uyg'ur tadqiqot instituti raisi hammamizga tanishlik yani. Mening doimlik bekman. Doktor Erkin Ekremning bir boshqa bir suhbatda shunda teginni oldim-da shunda suhbatini. Bilgan şu bu ve bundan başka nurgun kanunlar kabul kılındığı o kanunun mesela hem ben başka halkın inkasını mı mesela gördüm de şu mesela hazır geçen mesela nurgun kanunlar kabul kılındı ama halkaradaki meyli Amerika'daki meyli başka yerdeki bu kanun diyen şu kancibetlik bir kitap bulduğun neçi kitap bulduğun bütün ceriyaları bütün tefsilatları var bir nesi bu hem de. Muşna hazırgacha mesela xalqqa tashkilotlar faoliyat qilayotgan har qaysi tashkilotlar xalqqa sunmadi hazırgacha. Bir Uyg'urcha shaklda buning hammasi qanday foydalanadi tashkilotlar o'zining programmasiga kirgizib shu har qaysi davlatlarda faoliyat qilayotgan tashkilotlar shu davlatda shu qonunni o'rnak olib turib shu davlatda chiqag'ili bo'ladigan parlament a'zolari orqali
hammasini o'pmoqshash chiqaramizmi? Nurg'un advokatlar bilan yo'l mengib turib, nurg'un ishlarni chiqarg'il bo'ldi aslida. Deb shu xalqning inkosi bo'lsa, shu Erkin Akramning, doktor Erkin Akramningki sözümü təşkilatların üstüge çıxan bək jiq vazife var. Bu bək mühim qanunlar aslında. Bunu çiң tutuş kerakdi. Lekin təşkilatlar şu künüp qalğan yıllardan buyon davom qilayotgan rutin bo'lib ketgan shu programmalar, u faoliyat, falanning qutlash faoliyati, bu namoyish masalan. Yani o'xshash har yili davom qiladigan, ma'lum tarixda davomlashtiriladigan programmalar bilan mashg'ul bo'lyotdi. Aslida buningga jiq vaqt chiqarish kerakdi degan masalani o'tirib qo'yibdi. Siz qanday qaraysiz bunga? Albatta gap to'g'ri. Ya'ni burunqi faoliyatninki maqsadi dunyoda kun tartibga akilish, g'avg'o qilish, xabarlarga chiqish orqali Sharq Turkiston masalasini kun tartibga akilish olsa, bugun biz g'avg'o qilmasakmi Sharq Turkiston to'g'rida kunda xabar chiqdi. Hech bo'lmaganda bir dona yakın septede 5 gün haber var. Her xil sahaya taqaşqan, ya DNA meselesi oldu, ya komisi planlıq tuğut meselesi olsun, ya komisi işqilib yeşil energiyadan tatib dünyanın xavfsizlik meselesi, Sharq Turkiston meselesi alaqadar. Əmdi bu xalqaralış bo'lgan bir mesele. Bu xalqaralashqan meseleden bu yer yaratılgan fürsatdan faydalanıp işimizni hem de qandaq netijaga bağlaymiz deydigan narsa chiqdi. Yani bu yaratılgan fırsatın mında kanunlar çıktı. Sizlerle nimalar kılalamızlar bunun için. Bunun da mesela Amerika'nınki dünyadaki başka hamkarlaşmış devletler bilen faaliyet kılıp bunu Xitay'ını kısıtlayımız da hepsi. Onda olsa başka devlet ki Amerika'nın alışkanlarından görüşüp kısıtlamak gerek bunu. Mesela sizlerle kanunlarını mında belki manasını icra kılıp yerde mında hareket kılışınlar gerek koyduğu. Oxşini çıkarmayan takdirde belki ondan acizlik məlum bir kanundan inim kılış mümkün. Belki siyasi nimede çıkaramazsın, kültürel özgürlüklerini, nimelerini qoğdaydıgan nərsələrini çıkarılış mümkün. Çıkıp bu kanunların çıkışı bizge bir işiltidigan bir nimini beri deylik, vasıta ne için? Bu vasıtaların işiltiş arqılı Sharq Turkiston meselesininki texmi bir qadam ilgirlişi xalqaro qonun bo'yicha ishimizni texmi yaxshilab berish va Sharq Turkiston xalqining va Sharq Turkiston huquqini qo'g'dashga bir fursatlar bo'lishi mumkin. Hatto Abay degandek besilingan zimin deganni e'tirof qilg'izishga harakat qilg'izishimiz kerak masalanchu. Bu bo'lgandan keyin texmi jiq siyosiy yo'llarimiz ichiladi masalanchu. Xo'sh. Şuna ilki elbette teşkilatlarının namoyish qilishi, nima qilishi to'g'ri, bu yana davomli bo'linishi kerak, chunki xalqning siyosiy irodasi Xitoyga bo'lgan norozilik nimasini bildirish uchun. Ammo bu qonuniy nim bilan harakat qilish narsasiga teşkilatlar o'tishimiz kerak. Xo'sh. Hamda oxirgi savolim bo'lsin, haqiqatan vaqtimiz hali uzrab ketibmizmi? Hamda shu butun yuqorida so'zlangan realligimiz, siyosat, dunyoninki bu kuchlarninki o'ynayotgan o'yinlari ko'rinib turibdi, yuqorida so'zlab o'tilgandek. Sharq Turkistonimiz, vatanimiz u holda, ya'ni qaysi tarafdan so'zlasak, har kuni suhbat qilsak tugamaydigan facialar hali ham xalqimiz yashayotidi. İctimai fikir vasıtlarına ancha-muncha chiqib qolgan bu ko'rinishlardan inson yana hali ham shunchalar mesela shu Aqsud bo'lgan va shu Yatavrashtin shundoq bir ish bo'layotgan vaqtida Xitoy butun kuchi bilan yoshirdi albatta. Yana hozir mesela shu yaqinda Xitoyning chag'an xalqimizni yana shundoq yeza hamma yerga yig'ib olib Xitoyning maz çalgılarını çaldırış üçün şunu məşq qıldırırken görünüşlər biçare xalqның görünüşləri hamdı. Qaysı devir bu hamdı. İnsanın içindən şəkildə vətənimizin əhvalı bu şu vəziyyət Şərq Türkistanlıqlar bizlər üçün nimələrni kütüb durwatıdı hamdı. Nimələrni bizə signal berdi hamdı. Təşkilatlar nəzərdə olsun, xalq nəzərdə olsun. Bizlərə qandaq bir təsir payda qıldı. Biz nə iş qilishimiz kerak? Umumi şekilde bir cevap verirsiniz.
Albatta buningga to'g'ri ichkining nimasi mutlaq shaklda ham narsa hal qilinmaydi. Hal qilayotgan bo'lsak, biz bu yerda Tumaytiq Sharq Turkiston masalasiningki xalqining bugun va tashkilotlarning birinchi qilgan narsamiz ulusal bir kuch nimasini hosil qilishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni tashkilotlar bo'lsin bir sistemasini rasmiy tashkilot shaklidagi mang'ilgan sistemaga, ya'ni o'zaro qarindoshlik, do'stlik yoki bo'lmasa birga maktabda o'qigan bunda tuqqandochilik nimasi bilan emas, tashkiliy tuzum bilan mang'ilgan bir holatga akilishimiz kerakki, ishimiz professional menishi kerak. Endi ko'ngillichilik nimalar bo'lganda bu ishimizga jiq ta'sir qiladigan gap. İkincisi təşkilatlarınki, iş qılıbatqan adamlarınki sapasını şəxsən özümdən başlap, əmimiz özümüzünki qılıbatqan işinki mütəxəssis və müəssisəli işlərimizə qədəm qoyuşumuz gerek ki və qılıbatqan işimizni az çıxım, az adam küçü bilen yuqur nəticə qazanalaydıgan bir nəsəyə berişimiz gerek. Və təşkilatlar ara oturusda bir münasibət var bu təşkilatdan çıxqandan keyin. Ben hemen teşkilatlarını bir yere kilerleydi de oylamayım. Ama biz bir yere kilişki mecbur olacağım bir dersimiz var. Çünkü emeğiyle şu zamana bağlılık bir xalqçı, şu zamandan perzentleri. Hiç olmasa ortak kilerleydiğen, birlik kılalaydiğen bir nerse. Ama bunu kılsıq buludu. Yani özara kilişip, mama sahalerde emkarlaşqılı bulamdı. Emkarlaşamısak, onda olsa bir-birimizden putuğu iş koymay turaylı, doğru iş kılaylı. Yani milli menfaatimizni satmaylı mesela. Hoş. Başka bir devletin, başka bir güçlerininki nemesi için bunu kurbanlık kılmaylı deydiğen makul şekilde kılış gerek. Yani en tümen ölçümüm doğru iş kılınğanda, doğru nem boğan çağda bir-birisinin putuğu taşlatmay, energiyani ilki artıqça qaytadan sərf qılğan nəsəyə qədəm basmasaq deymi. Özara diyaloqu kilərləydiğən təşkilatlar bolsa, kilib qağaz üstüdə rəsmi bir nəsə yazışıb, nemini qayındaq şəkildə qaysı xil rəsmiyyət və məcburiyyətlərlə ortaq qılalaydı ikənmiz deydiğən rəsmiyyətləşib, bu işlərini qılsa teximicik yaxşı buldu deymi. Çünki bundaq bir əmkarlıqla teximicik güç qaynağı yaratıdı ki. Hem de Şərq Türkistan xalqıga bulduğan nəsə bugün Fələstin xalqı və Ukrayna xalqı özünki cəngivar ruhi bilan dunyoga dərs verdi emdi ki. Xoş. Gerçi biz olardek qəhrəman bo'lib bulamısaqmı, amma xalqımızdan qəhrəmanlıq yaratqan tarixi var. Biz devlet qurğan xalq, nurgun imparatorluqlarını qurğan xalq bizning qinimizdə var. Vaqti kelganda nurgun bədəllərini töyləydigan. Aksincha aramızdaki bazı nimeler, hayırlar olsun, ular olsun, bu Xitayning besishi olsun, bizni fıratkan, çırıtkan olsun mu? Biz yine şunda bir yüksek bir devlet kuruş ruhiyiga, şuna zihniyetiga xalq bo'lishimizdan aldığımızda kiladigan ig'ir kunlarga tayyorlikni boshlashimiz kerak. O bo'lsin mu 3 narsadan boshlash kerak. Birisi Sharq Turkiston uchun o'ylaydigan bir ideologiyaga bosh kelishimiz kerak. Ya'ni Sharq Turkistonga berib men boshliq bo'lay emas. O muqaddas zemin uchun, o Müslümanların zemini üçün, bu Sharq Turkistonliklarning zemini üçün, yani bu Müslüman Sharq Turkistonlar elbette Müslümanların o nima zemini ama hatta tushunishib qolmasin, boshqa yerga kelib o'lib beringlar deganlik emas shumi? Xoş. Yani Sharq Turkistondek bunday bir zeminning, o'zimizning ana vatanning buning uchun mayli diniy nuqtadan aytaylik, mayli siyosiy nuqtadan aytaylik, bu bir sharaflik bir o'limchi. Bunun için hepimiz bir üyelediğin bir aletki kilişimiz gerek. Yani bedel tölerleydiğin bir ruhka kilişimiz gerek. Yani ben bir manda koysam, teşkilatı $100 verip koysam işim bütün demez. Her kim, her şahsi nimesinden maşinak bir ruhka kilişimiz gerek. İkincisi, ruhi ve psikolojik cihette aldığımızda kilidığin çoğun özgürlüklerge, uruşlar olsun, qattiqçilik devirler olsun, işimizden taşınıp kılışı olsun, yakınız bizden vatanın içinde bir özgürlükler olsun. Bununla biz tayyorlıqqa o'tishimiz gerek. Mayli imani cihetten olsun,
Mesela tamak üstellerimizde, bizden yazgan derslerimizde, bizden şirketlerimizde hemisi Şarkı Türkistan ruhi cevlan kılış gerek. Dualarımızda Şarkı Türkistan her daim bulunuşu gerek. Yani bu zulümden, bu müstemlekeden kurtulduğun bir müstakil bir zeminni, bir hakimiyetini kuruduğun derslerimiz bulunuşu gerek. Yani ben Xitayga karşı dua kılsam, mening ticaretimni Xitay uruytamki deydigan manda qo'qashni tashlab etishimiz kerak. Chunki biz kiyimsiz qolgan, biz bir hech qolmagan bir xalq. Yani tuproq ketgandan keyin hech nimamiz qolmaydi-ku. Bu ruhga, bu psixologiyaga, bu Sharq Turkiston uchun o'ladigan, hamma narsamizni qurbonlik bera oladigan bir yerga kelmasak, bizga ishoninglarki, turayotgan davlatimiz mayli qaysi davlat bo'lsin, arkamızdan yüreğimizden devletler olsun, ya komisi bizge yardım kanda körüngan devlet olsun, hiç kim biz için berip asker çıkarıp uruş vermeydi. Yani bu Xitayni aydap çıkırdıqanlar şu Şarkı Türkistanlıqlar buludu. Yani Süleyman ve başka Şarkı Türkistanlıqlar. Şunun için bu psikolojik ve ideolojik ülüş ve bu ülüşki tayarlanış ve bu Şarkı Türkistan'ın müstakillik için bütün kolumuzdan kildiğen bedenini töyleşki hazır olmasa, biz dünyanın nimesi tayarlanmatıdır. Mesela nurgun xavfsizlik mutaxassisleri nimeler davatıdır. Aldığımızda uruş oluşu mümkün de. Bu uruş diyorlar bu bir fırsat tıkımıcık fırsatlar yaraladı. Acaba biz tayyamı bunu ezmemiz soruşumuz gerekiyor. Acaba biz mesela her ayda yancımızın $10 pulunu Şarkı Türkistan'ın azadlık için uruş boğandı ben başını jığıp, başını işiltimen deyip jığıvatkan insanlar var. $10 hiç kimge eğir kelmeydi mesela. Elbette jığsak da yaxşı. Ama bu mukarrar ilki meyli bir gün ilki aldırıp kitapçılarga insanlar buluşu mümkün ama bu mukarrar bulunduğun nerse. Devlet urushsuz bulmaydı. Xitay taşlap çıkıp ketmeydi bir kahve. Bunun için hazır buluşu gerek. Çünkü bir devletlerimi urushga hazırlash uchun xalqini ideologiyalik jihatdan, psixologiyalik jihatdan, moddiy jihatdan, ma'naviyat jihatdan o'rgatadigan maktabdagi elibbalardan tortib dushmanga qarshi nafrat o'zining xalqiga tuproqqa bo'lgan so'yguni hazırlash projektini qiladi. Qiladiki, bu xalqi o'zining tuprog'ini qo'g'dash uchun o'ladigan va butun bedanini to'laydigan holatga akiladi. Bu bir gün demiş bu neçə yıllab qılıdı devletler bu nərsini üçün. Yani Şarkı Türkistan halkı ve teşkilatları bu nərsini başışımız gerek. Hoş. Yani elibbədə bu qasbonmayda ondamı da emas. Bütün sahalemizge özgürlük gerek. Mesela Medeniyet Festivalimizde beriblam ki usullarını oynatımız şu. Bu medeniyetnin nimesi fakatla usul emas. Nim için bizimki cengivar çelişçi yigitlerimiz at mingen, askerliğim kılgan, manda bir küçük cengivar ruhunu beğenmeyimiz mesela. Hoş. Nim için her daim izik, jığlanğı, manda bir aciz halkının simasını berimiz dünyada. Nim için her daim nakş usulü bilen nimkan bir seminan. Ben nakş usulüne karşı diginem emez. Ama onun bilen devlet kurulmaydıganlıqını emmeylen biliydi. Devlet kan bilen, güç bilen kurulduğun gepçi. Bunun için dünyayı sima kılıp göstermeyimiz. Yani ben çıkıp askeri olup Kızık yeri Xitayma o'xshashlar mushu masalada albatta sizning nima qilib qo'ydingiz. Qiziq yeri Xitayma bizni Uyg'urlarni mana dunyoga tunsa yillardan buyon shunday qilib keldi-ku hamda. Shu Uyg'urlar degan naqshsul millati deb hamda. Ya'ni muhojiratdagilarning yana qiziqarli yeri o'xshash shaklda, ya'ni bizning madaniyatli millat ekanligimizni, ya'ni illaki shuning bilan faqatla her qanday bir yerde sorun bo'lsa, shuning bilan ifodalashga tirishish hayron qolarlik bir masala. Xuddi boshqa madaniyatda ilqi bir fuqumba balalarchilashtirish debchi. Yani karşı kontrollüğündeki milletni, müstemlikastaki milletni ularninki ilqi tefekkür şekli hareket edip bir şeklini ma'lum bir dairege iliş arkalık bularning karşılık gücünü tizginleş debchi. Xitay bizga yillardan buyon shuni o'ynab keldik. Bular naqshsul xalq, san'at xumar xalq debchi. Biz san'atni suyimiz. Ama san'atning nimasi faqat naqshsul emas. Albatta. Xattatlıqdan tortib, tantarbiyadan tortib nurg'un narsani o'z ichiga oladi. Ama paralel holda bizning
özümüzün vatanını qoğdaydigan jangovar ruhimiz mi var? Devlet kurgan ananimiz var. Bu nima uchun dunyoga namoyon bo'lmaydi bizning nimalardi chu? Bu medeniyet faaliyet qilamiz degan odamlar ma'lumi ben qilma demayman u Elbette. qismlarga xato mesaj berilmasligi kerak demoqchi. Hamda bu şu aslında ben hiç gün tartibga tilga ağım yoktu. Bu cevabınızdan hem yukarıdaki cevabınızdan onu zihnimge keltirdi. Yani deyişke mecbur oldum ben hazır. Bu hem de özümüzden dedim olduğum teşkilatlar şu davayımızdan güçleniş için birbirimizden ken hemimiz bir yer kemmesi mi? Ziyan vermeydiğin davaga ziyan vermesi için birleşelaydigan yerler birleşip nurgun işlerini kılışımız gerek hem de bugünkü vaziyette de. Hem de şu Türkiye'de pat bulup atkan bulup şu yakında ben ictimai şu Facebook'ta bir cümle yazıp koyganımga bir muncha talaş tartış oldu. Şu Şarkı Türkistan davayımızga mence hazır şu yani bizning devlet kurumuz zulümge uçurgan bir halk bizning mustaqilligimiz buluş gerek degan şu davayımızga Uyg'urdan bakirek ziyan berip atkan baş. Yani Xitoydan qarşı Uyg'urdan bakirek ziyan berip atkan mahluqlarimiz gerek hem. Türkiye'de şu yakınki yıllardan yani pat çıkıp durdu ben şunda. Bu qatam en ahirki çıkan narsalarning belki ijtimoiy uchur vasitada ko'rgansiz. Dünyada bu kadar mı andalqa insanның normal aklı var insan bo'lsam da u yerdagi ko'rinishlardan bu shakldan insonning aqli bizning bayrog'imiz bu muqaddas go'zal bayrog'imizga davlatimizga buningdan ortiq qari surkelmas ham. Yani hamma odam yani ichib pushib qolgan odam chiqib bu hukumat deganni xohlagan odam e'lon qiladigan, xohlagan odam o'zini ministr, prezident qilib oladigan. Ya bu derecede hem de bunu Şarkı Türkistan davasıga ben bir sırttan qaragan bir kişi olsam Türkiye'deki. Muşu qalay mı qançılık? Bizim davamız Uyghur halkı da sırttan bir qarasa. Resmi içimde mıngıtılayman da sen guylanan muşundaq günlük görüşün ananın sütüdün bekirek haqlıq guylarkense sen deyiştin başka çağrı koymaydı şu başka bir milletke nispeten. Yani hatta halkımızda mı bu teşkilatlarının uşak birden bu özünü manda kılıp sayılıp aldığan, elan kıldığan dünya başkasını bütünley hain, hemmine atiyalaydıgan bu türdeki şunda atalmış faaliyet kılman vatan bu devat kallarının köplüğüden bizning teşkilatlarının aqıdan mağdığan halkını mı, Uyghur halkının özünü mü davadan yiraklaştırıp bu guylarning hiçbirisinin qo'lidan ish kelmaydi deb davadan yiroqlashtirishga hassi qo'shadigan guylar asli bu. Mushunda davomliq mushunda odamning beshini og'ritib chiqishiga har qaysi davlatlar mayli Turkiya bo'lsin, mayli boshqa yerdagi hech kim bu guylarning mushunda osmonga pichoq etib yurishiga hech kim uni oldin to'sanmasa bu da'vo qandoqsiga kuchlansin yani. Sizce bunun başka bir çaresi var mı? Ya bizim türümüz yok, ya sakçımız yok bir yerden nasıl kıldık hem de. Her daim bu mesele oturup koyulğanda bir nesimiz yok da bu guylamışında hiç kandak salahiyeti yok insanların çıkıp mıydak hem işlerini elan kılan işi. Bu nime diyen bir içinişlik bir Uygur halkıya bunun çok facia olması gerek muhacirette. Doğru. Elbette bu biz esvilangan bir zemin ve muhaciretki çıkıp ketken bir halk sübütümüz bilen Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti buluşu gerek bu zaruri. Bununki 2014'te kurulgan ikinci tartib hazırgıçı hizmet kılıp atkan ve bunun izcil sürgünlük hükümet şekilde rolunu oynayatkan bir Türk'üm qeyrindaşlarga bulam saylam qilib bugünkünde faaliyetin ait yaxshi bervatız men doktor Memtiminarlarning başçılığı için. Bular elbette 90 buludu teşkilat buluş bitimizden hemimizdeki artıqçılık ve kemçiligimiz buludu bilen. Ama başka bir sürgünlük hükümetninki nimisiga tushirish bularninki bir milletninki umumiy narsiga qari surkash orqali tirishgan nurg'unlagan sürgünlük hükümetlerini qildik. Bu hech kimninki bu hükümetni bundaq xalqning qalbidagi bunda rolini buzishga hech kimning haddi emas aslida-chu. Xo'sh. Anandan keyin bu
Sen hükümetini kurdun değil, onun için iş kılışın gerek. Yani Şarkı Türkistan'ın milli iradesi için iş kılışın gerek. Sen onu kılanmagan takdirinde sen yarışarının hükümetini kurbasan mı bika o yerdi çünkü. Oradaki oynap keladigan, kichik balalarning oynaydigan, oyunchiqlarni oynaydigan, ufbanglik sürkep vaqtga, qara vaqtga seriq sürkeydigan narsa emas. Albatta buning bunda tipdiki bu hukumatninki roliga Sharq Turkiston ninki xalqininki milliy irodasiga vakillik qilgan tashkilotlar va nimasiga ular buzg'unchilik qilgan insonlar, ular durust insonlar emas. Endi bularniki jazosi nimasini bizning bagida qo'limizda bir siyosiy nima kuch, askariy kuch yoki bo'lmasa ma'lum bir qonun kuchimiz yo'q. Endi buni xalqninki vijdonli o'g'lonlarga qo'yib qo'yish kerak deyman. Chunki xalqimiz abay degandek o'yg'oq va jonli xalqlar. Bunda bu millatninki nimasi g'ururi, milliy qimmat qarashlari, mustaqillikni simvol qilgan hukumatlar, bu tashkilotlar nimaga uchragan chog'da buning isoatini oladigan vijdonliq, aqlliq o'g'illarimiz chiqib bu narsaning isoatini oladi deb o'ylayman. Shunga iliqi bu narsaga xalqning vijdoniga nima qo'yish kerak endi. Balki bizningki bir buning jazosini, buning nimasini surishtirib nima qilib bo'lg'ichi. Shuna bir kuchga biz ega bo'lg'ichi. Xo'sh. Ama hech kimninki Sharq Turkiston xalqininki vakillik qiladigan bu surgundagi hukumat olsun, bu milliy iroda uchun harakat qilayotgan bu tashkilotlar bayrog'imiz olsun, kimimiz olsun. Bu narsalar o'ynaydigan nima yo'q. Onu o'ynaydiganlar endi asta kirib seg'iz chaynab shuni o'ynasa bo'ladi. Ama unutmasinki bu narsalar Sharq Turkiston xalqi hech qanday qilolmaydi degan narsani unda o'ylab qolmasin, buning isoat aman so'raladi. Chunki vijdonli o'g'il qizlarimiz yana bor. Bular elishi mumkin isoatni-chi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizga rahmat. Vaqtingizni chiqarib, nayt uzun tutib oldim sizni. Shuning uchun. Ya. Sen amal qilyapti. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ko'p rahmat. Keyin qilmaymiz. Aman bo'ling. Allohga emanet. Xo'sh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 53-sonimizni o'shada tugatib oldik. Albatta vaqtimiz, ya'ni bu chunki bir oydan ortiq bo'lib ketgachga nurg'un kun tartibdagi masalalar qolib qolgan. Ya'ni tanlab turib eng muhimlarini tilga olishga tirishdik. Biroz uzun davom qildi. Sabr qilib ko'rib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz inshaalloh. Qat'iy to'xtamasdan bu da'voyimizga oxirgi manzilimizga yetguncha davomlashtirishimiz kerak. Har doim Allah kuch-quvvat bersin har birimizga, haqiqiy samimiy kishilarga. Oxirdagi bu da'voni xuddi kichik bolaning to'pidek deb o'ynash uchun ishlatganlarga emas, samimiy bo'lganlarga yordam, osonlik bersin deymiz Rabbimizdan. Allah ömür bəsi yeni bir qatımlıq söhbəti görüşükcə aman bağışlar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.